Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu aziz muhterem qarindoshlar. Ikkiranimizda tekrar sizlar bilan ko'rishyapmiz. O'zinglarning xabari bor, Abdurim Hayit akamizningki shahid bo'lganlik xabari dunyoga tarqaldi va ishonchlik insonlarningki buni qayd qilishi bilan hammaylar ishondik va shuning bilan birga hammaylar o'zimizningki motamini, musibatini dunyoga Facebook'ka, WhatsApp orqali, media organları orqali e'lon qildik. Boshqa davlatlar, Turkiya va uningdan boshqa ba'zi kanallar uni e'lon qilgan bo'ldi. Ammo bir kun vaqt o'tmaylam Xitoy zolim fashist hokimiyati Abdurim Hayit akamizningki videosini chiqardi. Bu video to'g'rimi, haqiqiy ishlangan videomi yoki montaj qilingan videomi, biz buni hozirga qadar aniqlashga ojiz keldik. Shunda bo'lsa-mu Xitoy bizni yolg'onchi qilish uchun o'tirib chiqargan bu video qandaqligi bo'lsin, o'zining manfaati uchun bizga qarshi atgan bir o'q qilib atgan edi, ammo bizni u videoning chiqishi bilan xushal qilgan bir qancha masalalar o'tirib chiqdi. Fursatni g'animatga o'rib, mag'lubiyatni g'albaga aylantirib bir qancha qarindoshlarimiz buningdan foydalanib xalqaroda jiddiy bir şekilde kampanya, harakat başlatib Abdurim Hayit akamizningki turmadagi munosabati bilan mayli shahid bo'lgan bo'lsin, mayli hayot bo'lgan bo'lsin, butun dunyoga Sharq Turkiston xalqi chekayotgan azobni yana bir qitim dunyoga anglatish fursatiga ega bo'ldik. Bir qancha kun mobaynida butun dunyodagi, ya'ni ko'pincha asosliq mashhur kanallar Abdurim Hayit akamizningki videosini dunyoga taqitish orqali Xitoyning haqli ekanligini emas, Xitoyning haqsiz ekanligini, zolim ekanligini, Abdurim Hayitdek bir san'atkorningki turmada tutib turilayotganligini, uning hayot va o'lganligini isbotlayolmayotganligini, Uyg'ur xalqiningki bir san'atkorining va buning o'xshagan o'n minglarcha san'atkorningki turmada ekanligini dunyoga e'lon qilish orqali bu masala bizga yana bir Xitoyga qarshi mujodilamizning kuchlanishiga sabab bo'ldi deb qaraymanki, bugun bu harakatni boshlatgan, ya'ni Abdurim Hayit akamizningki videosiga munosabatlik bu fursatni g'animatga o'rib harakatni boshlatgan qarindoshlarimizdan biri bo'lgan Xalmurat Uyg'ur qarindishimizni va uningdan boshqa mayak illiqlik harakati bilan Turkiyada o'ziningki jiddiy qo'ldan kelishicha az olsun ko'p bo'lsin xizmatini qilayotgan Abdulla Aziz qarindoshlarimizni ikkiroqqa keldik. Bu qarindoshlarimiz bilan birlikda biz bugun bu xizmatlar to'g'risida muzokara olib boramiz. Ikkironimizda telefon nomerimiz turdi. Har qanday bir qarindishimizning dunyodagi har qaysi joylardagi qarindoshlarimizninki bizga telefon qilsa bo'ladi, fikrlarini o'tirib qo'ysa bo'ladi, savollar bo'lsa o'tirib qo'ysa bo'ladi. Bu masalalar to'g'risida qanday bir yo'l yo'riq, qanday bir xizmat qilib borganlik to'g'risida o'tirib qo'ysa bo'ladi. Men hemen so'zni qarindishimiz Xalmuratga beraman va bu Abdurim Hayit akamizningki sababi bilan o'zi turmud bo'lsa-mu, shahidlik mayli tirik bo'lsa-mu, ölmey turib shahid atalgan bu Abdurim Hayit akamizningki, o'zi turmud turib dunyoni yana bir qitim qo'zg'ab o'tgan bu Abdurim Hayit akamizningki bu videosidan foydalanib, bu masalani darhol o'tirg'i chiqarib, o'ylanib, mushundaq bir harakatga aylantirgan qarindishimiz Xalmurat Uyg'ur qarindishimizga bu video to'g'risida o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'yib berishini taklif qilaman va uningdan keyin biz boshqa masalalarga o'tib ketamiz. Assalomu alaykum Xalmurat, ikkironimiz xush keldingiz. Alloh razı olsun. Aleyküm selam, yaxshimisiz? Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Oldi bilan meni ikronimizga qabul qilganligingizga bir qator rahmatimni aytaman. Bu video haqida so'radingiz. Videoningki oldi bilan bizni o'ylantiradigan masala bu video rasmiy yog'anmi degan bo'lishi mumkin. Ammo menimcha bo'lsa videoningki rasmiy yog'an bo'lishini biz bunun kasb ahli bo'lmaganligini tushunamiz. Shaxsan men bunun kasb ahli emas. Bu yüzden bu sebepten bu videoningki rasmiy yog'anlikqa oid bayonot berish huquqi menda bo'lmaydi deb o'ylayman. Shundaqdimi bu yerda bir qancha qarindoshlarningki va kelgusida balkim to'g'rilarda moda bo'lish ehtimoli bo'lgan bir qancha xil ehtimolliklar, ya'ni konspiratsiya deganga o'xshash rivoyatlarning chiqishi va
oldini olishga o'xshash bir mazmunda bir ishga qizilqi mumkinchiliklarni man boshqa qarindoshlarning yetkazganlarini misol qilib aytay. Birinchisida bular Xitoyga o'xshash dunyodagi ikkinchi boy bir davlat. Xitoyga o'xshash dunyodagi yuqori texnikalik mahsulotlarni ishlab chiqarayotgan bir davlatda shundoq bir texnikalar bo'lishi mumkin, ya'ni CGI o'xshaydigan texnikalar. CGI deganimiz karton loyihalaydigan o'xshash texnika. Aşkın o'xshash texnikada loyihalab chiqqan bo'lishi mumkin. Buni shundoq yaxshi loyihalaganki, buni Rossiya g'alligini balkim bir qarab haqiqatga bo'lmasligi mumkin. Buni alayda texnikalik jihatdan maxsus mushkasibning ahli bo'lgan odamlar bir narsa deyalaydi, ammo shunga o'xshash texnika, bunga o'xshash bir kuchli davlatdan bo'lish ehtimoli bor deb turib shundoq bir konspirasiyani o'ttirib chiqaryapti. Kelgusida balkim buni o'xshash konspirasiyani xalqimiz orasida mavjud qilishi mumkin. Menimcha bo'lsa, bizning buningdek masalalarga vaqtimizni isrof qilishimizning hech bir hojati yo'q. U video mail rost bo'lsin, yolg'on bo'lsin, agar bizningki Abdurahim Hayit o'xshash ustozlarimiz, san'atkorlarimiz va yoki ulamolarimiz, professorlarimiz mail rost oyat bo'lsin yoki shiit bo'lgan bo'lsin, Xitoyninki o'shilanga o'xshash videolarni o'tirg'i chiqarish orqali bizning maddiy bo'lganligi va bizga mana bu nima deydi, hotbat aytadiganimiz yoki maqasi granat deydi. Granatni bizga atsa, bizning u granat portlab ketguncha yanada qarab o'tirishimizdan hech bir ahamiyati yo'q. Shunlashqa har qanday bir masalaning bir yechim bo'lganiga o'xshash buning yechimini biz Xitoy bizga atgan bu granatni ular qaytarib aytaylik degan bir o'yda qanday qilsak shunday qila olamiz deb diqqatni burash deganga o'xshash mazmunda Xitoyning maqsadi videoning Rossiyaga va u videoning ya'ni Abdurahim Aytapandimning o'lim xabarining nerdan chiqqanligiga diqqatni burash bo'lsa, biz unda qazon bundoq tushunish qilib, sen uni bizning kallimizga qo'ymoqchi bo'lsan, ammo biz unga kirmaymiz. Bizningki nishonimiz, maqsadimiz hozirgi vaqtdagi eng muhim ishlarimizning birisi millionlab xalqimiz jazo lagerlarida azob ko'ryapti. Biz ularning o'likligini bilmaymiz. Xo'sh, xalq harakatininki besimida Turkiya hukumatining va boshqa davlatlarning xalqaro medialarning besimida sen Abdurahim Apandimning videosini rost bo'lsin, yolg'on bo'lsin chiqarishga majbur bo'ldik. Undaq ekan bizningki boshqa qarindoshlarimizning o'lik yoki tirik ekanligini isbotlash uchun ularning videosini chiqardik. Buning bilan Association Press deymiz, Amerika Birlashma Agentligining muxbiri bu tuniginki Xitoyning muxbirlar kutib olish yig'inida Uyg'urlar mitu Uyg'ur degan bir faoliyatni boshlatib, o'zlarining urug' tuqqanlarining hayot yoki emasligini sendan so'rayotdi. Xuddi Abdurahim Aytningki sizlarni so'rayotdi. Xuddi Abdurahim Ayt apandimning videosini chiqarganga o'xshash ularning videosini chiqarishinglarni talab qilib desa, ular sharafsizlarcha, ular nomussizlarcha. Ondan bo'lsa bizning milliard tunosh nopsimiz va hammasining videosini chiqaramdik deb temini burg'andaq qilib o'zining yuzini ham bir navbat to'kdi. Biz Uyg'urlar va boshqa qarindoshlarimiz, Uyg'ur bo'lmagan, Uyg'ur masalasiga qiziqayotgan, bizga istosh qilgan nurg'un qarindoshlar va bizni bilmaydigan, ammo hozir bilib bizga istosh qilishni boshlagan nurg'un Uyg'ur bo'lmagan kishilarning yordami, birlik kelishi, mitu Uyg'ur degan hashtagni qo'llanib bir yerga, ya'ni bu cyber deymiz, mavhum dunyoda bir yerga kelib qo'l tutish orqali Xitoy hukumatini yana bir navbat bizga javob berishga majbur qildi va Xitoy hukumatining o'yinini bitishib qildik. Mana bu menimcha bo'lsa u videoningki eng muhim ahamiyatlarning birisi deb o'ylayman. Shunga bundan keyin qarindoshlar, chunki bizningda masalan men o'zim bu videoning Rossiyagaligi yoki maqas qanday ishlanganligiga oid analiz qila oladigan undaq bir texnika bilim qurilmasi menda yo'q. Shundoq bo'lgandiki, bu o'zimiz bilmaydigan, o'zimizning qurbit yetmaydigan narsalarga, doiralarga kirmay, o'zimiz kuchli bo'lgan, o'zimiz kuchlanadigan yerlarda turib Xitoyga hujum qilgan vaqtimizda Xitoyning o'yinlarini bitib qila olamiz. Bu ya'ni partizanlik urushiga o'xshaydi.
Burunqi zamanlarda ata-bobolarimiz qo'liga qurollarni ilib, qurol bo'lmasa nayzalarni, tosh to'qmoqlarni ilib Xitoyga hujum qilgan bo'lsa, ashundoq partizanlik urushlari bilan Amerikacha, Sovetcha, Germaniyacha qurollangan Xitoy askarlariga qarshi urush qila olgan bo'lsa, biz hozirgi dunyoda shu sotsial media bo'lsin, axborot urushida mushunga o'xshash partizanlik urushlari orqali Xitoyni bitib qila olamiz. Xitoyninki dunyodagi obrazini yo'q qilamiz va Xitoyninki nurg'un savdo fursatlarini yo'q qilamiz inshaalloh. Bu orqali Xitoy haqiqiy bir zarbaga uchraydi. Hujum qilmaydi ekanmiz, biz yaxshi natijaga erisholmaymiz. Pasif holatda o'zimizni qo'llash bilan biz mangu masalamizni hal qila olmaymiz. Bu davlat qurimiz deydi ekanmiz, davlat qurishning muhim qadam bosqichlaridan birisi. Bu shunga o'xshash harakatlar orqali ham bizning oramizda o'zaro tunishish, o'zaro bir-birimizni tushunish va o'zaro birlikda hamkorlashib bir ishni qila oladigan safo shakllandi. Mana bu Mitu Uyg'urninki eng muhim ahamiyatlardan yana birisi deb o'ylayman. Rahmat sizga so'z fursati berganingiz uchun. Allah razı olsun. Siz so'zlash jarayonida men bu sohbetni biroz paylaşıp aldım. Yani hem behrlab aldım. Bütün qarindoshlarimizningki sohbetimizni ham behrlashinglarni umid qilaman aziz qarindoshlar. Yani Xalmurat Uyg'ur efendim degandan beri bir qancha kanallarda naq maydondan nima qildi. Hozirmi bir kanaldan beka bo'ldi, hemen bizning kanalga yo'tkeldi. Hatta suv ichkim ara ulguydi birazdan oldida. Yani bu yerga kelmak uncha osonmi emas aziz qarindoshlar. Mening bir qancha soat yoki bir ay 20 kun vaqt chiqarishim bu texniklik masalalar bo'lishim bilan bu qarindoshlarningki boshqa davlatlarda buningga vaqt chiqarishi bilan bir qancha kun burun maslahatlashishimiz bilan o'tirib chiqadigan bir suhbat bu. Uning uchun ham behrlash knopkasini bossanglar savob bo'ladi. Pul ketmaydi, haqsiz inshaalloh. Her zaman bu şekilde birbirimizni desteklayli, yani qo'llayli. Ekranımızdan meni ko'rib turayotgandek Abdulla aziz qarindishimiz, men oldi bilan bu qarindishimga bir rahmat aytishni o'ylayman. Chunki bizningki ma'naviy tarafdan biz ikki xil turda mujodala ilib beryapmiz. Birisi ma'naviy, buningki yakunlardan birisi, yana asosliq shaxslardan birisi Xalmurat efendim, yani media sohasida, tashviqot sohasida hozir jiddiy xizmat qilayotgan qarindoshlarımızdan birisi. Ama Abdullah qarindishimiz bo'lsa, yana bir tarafni az bo'lsin, jiq bo'lsin, qo'lga ilib, yani moddiy tarafdan bizning xalqimizga bir kichikkina qo'ldan kelishicha yordam qilishni o'ylab chepib yurgan bir qarindishimiz. Uning uchun men rahmat aytaman. Yani Mayak illig'liq harakati jamiyatining yoki vaqfidamdim hozirgi raisi bo'lgan qarindishim o'zining qo'ldan kelishicha İstanbul'dagi qarindoshlarga bir moddiy tarafdan yordam qilib kelyapti. Bu Allohning huzurida nihoyat cho'ng bir savob bizning hojatimiz tarafidan nihoyat cho'ng bir xizmat hisoblanadi. Az bo'lsin, ko'p bo'lsin. Albatta aziz qarindoshlar, men bir haftadan bir yo'tal olib qoldim. Shunga mening yo'tilishimni kechirib olsanglar bo'ldi, ancha-muncha yo'talib turman. Qarindoshlarimizni uxlab qolmaslik uchun. Men so'zni Abdullah qarindishimizga beray. Bu Abdurmehit akamiz to'g'risida. Aslında Xalmurat qarindishimdan ikkinchi savolni so'rayman, ama birozdan keyin yani shahid bo'lib ketgan bo'lishim mumkin yoki tirik bo'lishim mumkin. Chunki bizning bu videoni tekshirish vaqtimiz hozir aniq emas. Balkim ba'zi qarindoshlar uni qaytadan tadqiq qilayotgan bo'lishi mumkin. Qandoqla bo'lsin, Xalmurat deganga o'xshash bular bizning qahramonlarimiz. Vatanning ichida turib, zulmda turib xizmat qilayotgan insonlar Abdurmehit. Bularning ruhi, yana dunyoni qo'zg'atadigan ruhi bor. Albatta Muhammad Salih Qarajimdek diniy olimlarimiz uchunmi dunyo qo'zg'alib ketish kerak edi, ammo sababini bilmadik. Nima uchun Abdurmehitga kelganda hammaylar, yani dünya bazı kanallar yoki bazı davlatlar Turkiyaga o'xshagan sayridi, o'zining bayonotnomasini e'lon qildi. Nima uchun Muhammad Salih Qarajimga kelganda unda qilmadi? Bu ayrim bir tema, uni ayrim so'zlashimiz. Şun bu Abdurmehit akamiz to'g'risidagi ko'z qarashingizni va bu video to'g'risidagi ko'z qarashingizni so'zlab bersangiz, undan keyin biz sizning xizmatingizga kiraylik. Rahmat.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleykümselam. Aldı bilen Tecelli ikranındaki ve bunu başkuruvatkan aziz ustazımız Hüseyin Tecelli kardeşimiz bizim ikranımızga uygun görüp muvafık görüp teklif kılgan için rahmet eytemem. Ve şu ikranımız arkalık bütün muhaciretki aziz Uygur halkımız, milletimiz salamını yollayman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Aleykümselam. Rahmetullah. Hoş hem hemizge ma'lum ki muşu vakitlarda yani muşu ay içinde Uygur vaziyeti biraz davalgış bilen vehim bilen en doğrusu bu Türkiye'de vehim bilen yaki yaxşılık yaki yamanlık degandek muşhil şamal borallaga duch kelgan bir payt oldu. Lekin yana Uygur milleti Uygur halkı hiç şükürleşmezsin cesareti bilen qalbiga qarab mag'lubiyatdan yiroqlashish umidini hech umidini uzmagan bir holat bo'ldi. Endi Abdurahim akamizningki o'lim munosabat xabari dal mushu Turkiyadagi Sharqiy Turkiston Uyg'ur da'vosi Uyg'urasi jiddiy holatda kun tartibga kelayotgan. Uyg'ur da'vosi kun tartibga Uyg'ur da'vosi butun 81 million xalq ichida yayilgan, taralgan bir vaqtda Abdurrahim Hittin ibaret bizimki şairimiz, sanatçımız ve Türkiye'ye bir qancha oyun koyup Türk halkınınki kalbinin urun ağan bu akımızın musibeti. Elbette Uygur davası, Uygur milletininki meselesi gün tertip bulavakan bir payette haber bulup çıktı ve bu biraz zilzile kozgadı. Elbette bu münasebetiyle Türkiye halkınınki gün tertibi bununla salqarmasın Abdurrahim'ninki bütün vafat haberini halkın tartıp devletçe siyasi partiler hatta ictimai teşkilatlarca bütün naiti inik pozisyon sezgürlükle karadı. Bununla alayda ehemmiyet verdi, təziyenam bildirdi. Şunlaşqa bu ölüm vakati bana yaxşı bir fürsətke kun tertip oldu qarayman ve onun da sırf Abdurrahim akamizningki ilgari Türkiye'de ilip bargan yaxşı iş faaliyetleri, yaxşı sanatları Türk milletininki qalbidan yaxşı o'rin olishga sebep bo'lg'achqa yaxşı bir natija, yani yaxşı bir holatki ta'sirini, belgilik ta'sirini qo'zg'adi deb qarayman. Endi bu vafot xabarini olgandan keyin ijtimoiy tashkilotlardan siyosiy partiyalar, hatto Türkiye Tashqi ishlar ministrligigacha Abdurrahim Hittinki vafatına ta'ziyename bildirish ve bunun qayg'urganligini ifodalagan bir vaqtda Sharqiy Turkistondagi ve Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib turayotgan Xitoy kommunist zalim hokimiyatiniki Abdurrahim akamizningki turmada, ya'ni o'zi ishkence ko'rgan bir rayonda o'zininki hayot ekanligini so'zlagan bir videosi tarqaldi. Bu video orqali biz Uyg'urlarni bo'lsin, mayli boshqa shu ta'ziyanoma bildirgan turklarni yoki turk xalqlarini, ijtimoiy tashkilotlarni, hatto tashqi ishlar ministrligigacha biraz gangirash, huduqush picha ilib bordi. Bo'libmi? Shaxsan Uyg'ur xalqini ig'ir bir tarafdan suyundirdi bu xabar. Hayot ekanligiga haqiqatan suyundik, xursand bo'ldik, ammo yana bir tarafdan Xitoy bizga bu xil razil o'yin o'ynaganmidi degan iborat bu vahima bilan nihoyat ig'ir tangirqidiq, nihoyat ig'ir yana bir xil da'vodin yo'qitib qo'yishni iborat bir ansirash, bir huduqush, bir musibat uchirgandek ko'nglimiz yerim beron bo'ldik. Ammo bu mag'lubiyatni Alxalmurat qarindishim degandek mag'lubiyatni g'alabaga uchirtib biz aytilgan o'qni qarshiga yondirib berishga harakat qildik va qila oldik. Endi bu video to'g'riliq degandek ham buningki to'g'rimi, xatomi bunu tartışma bizim hiç imkanımız, vaktimiz, zamanımız yok. Hem kurbetimiz mi yetmeydi? Uçukta kurbetimiz mi yetmeydi? Nimişka? Bunu fakat ve fakat Xitay kontrol kılgan, uçurlarını tizgilligen, akbaratlarını çıkarmagan bir Xitay bununki doğru hatalarını elbette bizge deppermeyden, güç koymayan asasda kılıdı. Eğer doğru olsun şunda kılıdı, hata olsun yana bizge güç koymayan asasda kılıdı. Çünkü Xitay, Şarkı Türkistan'daki zulümlerinin en eğrisinin biri akbarat tizgiller, akbarat muşkil halkaradaki bütün devletki, bütün milletki insanlarınki ortak behlenilişine ibaret hukuk olan akbarat hukukunu Xitay çeklevatıdır. Ve bunu Muşu Abdurrahim akimizdeki vakasında intayin aşkara, intayin uç halette körüp yettik. Qandaq desanlar, endi bu Abdurrahim akimizdeki tutulganlıqdan fakat tutulganlıqdan haberimiz var. Qayerda, nerede tutulganlıqdan ibaret bu
asli biz bilishiklik ishlik, xalqaro bilishiklik ishlik bu axborotdan bizning xabarimiz yo'q. Shunda bir paytda vafot bo'lganlikdan iborat bir xabar keldi. Bu xabarni albatta bizning hargizmi aniqlab tekshirib bilishga hech qanday bizniki madorimiz yoki bizniki o xabarlarni aniqlash organlarımız albatta ve hatta Türkiye'den ibaret özünki istihbaratı bo'lgan, özünki axborot kanalları bo'lgan, mana shundoq bir davlat mu Xitoyninki ana shu zulmiga tushirdi, zulmiga duch keldi. Xitoyninki axborot erkinligini bo'g'ish bu siyosatiga Türkiye'den ibaret bu davlatni uchirdi. Bu davlatmi, ya'ni davlat bo'lib tashqi bununla ovoz qo'shganlikdan iborat mana shu ish bu xabarni dalilleyolmaganligiga bir pokit bir isbot. Demak, bu xalqaro yana bir qatam Xitoyning bu jinoyatini pash qilgan bo'ldi. Bu munosabat bilan bayondab o'tgandek bizga etilgan o'qlarni, bizga etilgan bombalarni biz Xitoyga qarshi umidsizlanib yoki tushkunlashib yoki mag'lubiyat tatqiqib ketib ruhsizlanishdan emas, balki qaytadan o'rnimizni yoki jur'at va sifatimizni tiklab düşmanımızga qarshi qaytarma hujumni qilaladik, mudofaani qilaladik. Va bu albatta Xalmurat Uyg'ur qarindishimninki jasorati, yangicha aktiv energiyasi bilan albatta bu o'tirg'i chiqdi. Bu munosabatdan Xalmurat Uyg'ur qarindishimga va bu Xalmurat qarindishimga ovoz qo'shgan butun Sharqiy Turkistonlik aziz samimiy qarindoshlarimga, millatimga rahmatimni aytaman. Xalmurat qarindishimninki men Uyg'ur, ya'ni men Uyg'ur, men Abdurahim Hit. Mening uyimda Abdurahim Hit'in bir nechasi bor. Degandan iborat mana bu xil faoliyat Xitoyga qarshi hujum biz va o'zimizga bir mudofaa bo'lib shakllandi. Albatta bu faoliyatda biz hargizmi Xitoyga masalan mening ota-onamni ko'rsatgan yoki urug' tuqqanlarimni ko'rsatgan deyish orqali ularni biz ko'rishni, haqiqatan ularni ko'rishni biz xohlaganlikdan emas. Biz faqat Xitoyninki axborot erkinligining qanday iborat bu rezilligini xalqaroga oshkorlamoqchi. Chunki nima ishqa Abdurahim Hitninki bu o'lim xabarini yolg'on ekanligini isbotlash uchun Xitoy Abdurahim Hitninki videosini tarqatganligi bu axborot, ya'ni axborot erkinligimizga to'sqanligi va buni ishg'ol qilganligidan iborat bir narsaningki isboti va Xitoy bu ishg'oliyatini o'zi buzib turib bu axborotni bizga video orqali ta'minladi. Shuning uchun men Uyg'ur, ya'ni men Uyg'ur, mening ota-onamni ko'rsatgan yoki mening urug'-tuqqanlarimni ko'rsatgan deyish bizningki u yerdan oladigan axborot erkinligimizni talab qilish bo'ldi aslida. Chunki Xitoy bizga Abdurahim Hitninki videosini axborot qilib bizga ta'minladi va shuning o'xshash Sharqiy Turkistonda bir talam Abdurahim Hit emas, balki 35 million Abdurahim Hit bor. Ana shularningki axborotini video qilib bizga bergan va axborot huquqini biz bitchit qilamiz degan iborat mana mushkil qayturma hujumimiz o'zimizni mudofaa qilishimiz bo'ldi. Bu nihoyatda vaqtida, nihoyat o'lchamda, nihoyat go'zal bir shaklda vujudga chiqdi. Buningga butun tashkilot rahbarlarimiz, qarindoshlarimiz, aktiv qarindoshlarimiz, xalqimiz, millatimiz bo'lib nihoyatda bir birlik, barobarlik ostida ovoz qo'shdi. Buningga albatta Xalmurat qarindishim vasila bo'ldi. İnşallah bu vesile bilan Türkiye hükümetimi qanday qilarini yani gangırgan, huduqqan bir holatda biz Uyg'urlar dast turib, meningki ota-onammi, mening urug'-tuqqanimmi, meningki ahli avlodim, jaddi jamaatimmi Abdurahim bir vaziyatda ularni hech xabar ololmayapman degandek bir kun tartibni yaratgan bo'lg'achqa axborotninki ya'ni Turkiyada hokimiyat tutayotgan Sharq Turkiston masalasiga uzun zamonlardan buyon sukut tariqasida muomala qilayotgan axborotiya yani hakimiyetdeki Türkiye Cumhuriyeti reisi hürmetlik Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AK Parti'nin bayanatçısı mı bizninki bu ahvallarımızı güçlendirip Şarkı Türkistan'da bir tal Abdurahim Hitler barda bu bayanatını bergen ve şunu okşaş siyasi partide ictimai teşkilatlarını tekrardan bunun Xitoyninki bir tozuqi Xitoyning oyunu ekanligini eskartib bayanatlarını bergen bo'ldi. Albatta inşallah bu qadamda men dastlabida qarindoshlar bu ahvolni ko'rib nihoyatda ko'ngil yerim bo'lishgan, nima qilarini bilmay hatto umidini uzgan Uyg'urning ahvoli bundan keyin bitchit bo'ldi, Uyg'ur tugashdi degandek inkoslarni men shaxsan oldim.
qarindoshlarım da demanglar. Ve mekaru ve mekarallah vallahu hayrul makirin. Yani Yahudiler bir mikir qildi Alloh taolo ularning mikrini bichit qildi degan mana shu vaqt tushgan shu oyatni Facebook'uma çaplash orqali qarindoshlarga bir umidni eskartib Xalmurat Uyg'ur qarindishimninki shu faoliyatga ovoz qo'shtirganligimni bildirgan edim. Darvaqa Allohning rahmati bilan bu vaziyat bizga ziyonliq taraf ketayotgan bu vaziyat darhol o'zgarib inshaalloh bizga yaxshi shakllantirdi. Bu haqiqatan bizni xursand qildi. İnşallah jasorat kuch quvvat ato qildi. Alloh razı olsun. Allah razı olsun sizden mi? Bu Abdurrahmet akamizningki Abdullah qarindishim ovozini kichikroq paslatib qo'ysangiz taqim yaxshi. Abdurrahmet akamizningki o'lim xabarini tarqatilgandan keyin, o'lim xabari tarqalgandan keyin şehit bo'pti deb anglagandan keyin endi bizning dinimizda şehit bo'lash u insonningki jannatga kirdiganligininki namoyandasi. Şehit deb atiladi va Qur'oni Karimda aniq oyat bilan şehitlarni o'lik demanglar. Ular tirikdir, ular Alloh tarafdan rizqlantirib turiladi degan oyat bilan bu kishilarningki şehitlarningki o'lmaydiganligini aytadi. Endi Abdurrahmet akamiz Xitoyning deginidek ölmegen bolsa, yani şehit kılınmagan bolsa, bu adam ölmey turup şehit olgan bir adam boptu dep men şu vaqtida o video çıkkandan keyin bir hoş buldum yani. Qanday hoş buldum, bu adam hayat turup şehit oldu. Bu insanlar Abdurrahmet akamiz ezelden xalqninki qahramonlik naqsini aytgan, yani Xitoyga qarshi işçiden xalqni uyg'otish uchun o'zininki naqshlarini ustunlik bilan yangiritib kelayotgan insonlar her zaman musulmon e'tiqodi yaxshi, axloqi yaxshi. Biz men shaxsan qo'shni bo'lib o'ltirgan 1,5 yil biz Qashqar shahar ichidan bir shahardan masalan bu kishining axloqini bilamiz, dinini, iymonini biroz sirtdan tonigan insonlar. Ya'ni agar u kishi bilan inshaalloh kelgusida Sharq Turkistonda biz mustaqilligimizni qo'lga olib bir ko'rishib qolsak, Abdurrahim asli hayot turib bizlarning namozlarini tushirib etgan tuqchat elde desak, albatta o kishi kulib ketishi mumkin. Uni o'ylabman bir kuldim. Ya'ni tirik turib namoz tushirilgan bir kishi. Qaranglar, bu yerda bir Allohning bir nemisi bor, shu bu yerda. O'rinlashtirilishi bor. Bu yerda biz musulmon bo'lgankanmiz, ba'zi masalalarga diniy tarafdan qaraymiz. Bir odam o'lmay turib shahid bo'lsa, bu bir Allohdan berilgan bir ne'mat. Bir adam ölmey turup namaz düşürülgen olsa, bu mu Allah tarafından berilgen bir nimet deb oyladım. İnşallah nim için bu sözünü kıldыңlar desanglar, qandaqlik qilayli mush millet üçün, mush ümmet üçün başqa tuğan, naqsını aytgan, sazını çalgan yoki bir ig'iz haq gapni qilib qo'ygan insonlarga Allah her tarafdan bir g'albini, her tarafdan bir xo'shlikni berdi ekan. Yani o insanı bütün dünya onun dua kıldı iken. Hatta mesela hazır 50 kanalda Xalmurat qarindishimizning obdan xabari bor. Zodi bunun vesile bo'g'uchi deb qarasak mı boludu. 50 kanalda bu çıktı. Abdurrahmet akamizningki meselesi to'g'risida ve bunu Uyg'ur xalqiga bog'lab turib nurg'un xabarlar chiqdi. Ular biz bilan bir dindosh emas, yoki bir millatdosh emas, yoki bir qondosh emas, ammo inson bo'lganlik uchun hatta bütün dünyadaki insanlarımı mana şunda kahramanlarının şeceresini işkirallarga, defterlerge, kitaplarga yazıdı iken. Demek ki bu millet üçün köreş kıygan akanda bir Uygur, bu millet üçün bir yığız gap kıygan Uygurga Allah mecir berdi iken, millet mi rahmetini ve duasını okuydu iken, hatta o milletten bombagan yat milletler, yat kanallar, yat insanlar mı onunki gibini kılıdı iken. Onun için bu davaga kelin, Uygur bolsanız dünyada mı paydalısız, ahiretten paydalısız demekçimen ve sözüne Xalmurat qarindishimizga qaytarib beraman. Bu Me Too Uygur kampaniyasi hareketini başlattınız, derhal çıkıp başlattınız. Bizni intayin xushal qildi. Yani bu mücadelege çıkan her qandaq bir Uygurni ko'rsak inşallah biz qalbimizdan xo'sh bo'lamiz, duo qilamiz, qo'llaymiz. Siz endi bir qancha zamondan beri xizmat qilayotgan bir shaxs Xalmurat. Buni nima turtki bo'ldi
deb so'rasam biroz oddiy bo'lib qolishi mumkin, chunki har vaqt bir yangilik bilan o'tirg'i chiqib harakat qilyapsiz. Aslida bugungi vaqtda bir qancha olimlar bir yerga kelib yoki bir qancha professorlar bir yerga kelib mana shunday jiddiy holatlarga jiddiy yig'in ochadigan, masalan Abdurahimov masalasi bo'lsin, boshqa masalalar bo'lsin, darhol yig'inlarni ichib turadigan, xalqni ta'minlab turadigan, xalqni bir tarafga yo'llantirib uni boshqarib turadigan mana shunday kompaniya harakatlarni boshlatadigan bunday ishlar bo'lishi kerak edi, ammo afsus bilmedim. Bunun sebebi nima? Alimlarımız, ustozlarımız, profesör, doktorlarımız bu şekilde hizmetini icra kılanmayı kelyapti. Ama xalq hareketi içinden sizdek şahslar o'tirg'i chiqib yangiliklarni ijod qilib va shunday harakatlarni boshlatib g'alaba qilyapti. Bu Meteo Uyg'ur, menmu Uyg'ur, menmu shu Abdurahimoviddek bir inson, mening urug' tuqqanlarimning videosini degandek mana shunday nidolar bilan o'tirg'i chiqishga sabab bo'lganligingizda nima sabab bo'ldi? Bu yerdan kirsak masalaga. Yani faaliyetimni davomlashtirishimdagi sabablarining biridan başlasam, mesela oldi bilan Alloh va taolodan va iymon etganligim, musulmon ekanligim, buning ham cho'ng sabablaridan biri. Ben birinchisi, undan qalsa men bir Uyg'ur va ashundaq bir jamiyatdan tushdim. Bundan bo'lgandan keyin albatta meni ota-onam qo'yib bergandan keyin jim tursam bo'ladi. Ammo jim turganlik bilan mening ota-onam chiqqan bilan ular bexatarlikka chiqdi. Yo'q, ular bexatarlikka chiqmadi. Bir millatningki milliy manfaat bilan shu millatning har bir a'zosiningki manfaati zich munosabat qildi. Mayli siz olim bo'ling yoki botil bo'ling, mayli siz boy bo'ling, nomrod bo'ling. Siz bir millatning a'zosi ekansiz, shu millat bilan sizning manfaatlaringiz siz mayli xohlamang e'tirof qilmang, hamma munosabat qildi. Mush qatimliq fojiadan shuni ko'rdik va yaqinqi 100 yillik tariximizni qaraydigan bo'lsak, bunday fojialarning qayta takrorlanganligini biz ko'rdik. Shuning ishonman, bu Alloh taolo egimizning bizni ham yaxshi ko'rganligi uchun qilib bergan bir sanaqi, ham bizni yaxshi ko'rganligi uchun shunday bir darsni shu tajribalardan yakunlasin deb bizga yana o'xshash fojialarningki bo'lishiga va shunday bir sinoqlarni beshimizga solganligi buning bu eng chong sababi deb o'ylayman. Burungi vaqtlarni aytaylik. Masalan, Finlandiyani olsak, Finlandiya nüfusu 2 milyon yetmeydiğin vaqtda Sovet qizlarnisi besib kelsa, yangi mustaqil bo'lgan bir davlat, bütün millat ishga urush qatlamiga kirib qolgan vaqtda birisi o'ngchi, yana birisi solchi, yana birisi qizillar, oqlar deb millatchilar bilan kommunistlar orasida, bolsheviklar orasida urush bo'layotgan bir davlat hamma o'xshamasliklarini tashlab qo'yib, dushmanga qarshi o'zining milliy manfaatini asos qilib urush qiladigan. Shunga hozir 5,5 milyon, 6 milyon nüfusu var bir millatning dunyoda donglik bir davlati bor. Nokia telefon bo'lsin, Angry Bird bo'lsin yoki Konening qurolları bo'lsin, Nurkabilning shirkatlari bo'lsin, yoki Microsoft Clash'ning shirkatlari bo'lsin, hammasi Finlandiyaning 5-6 milyon bizning o'xshash o'zimizning nüfusini biz 25 milyon, 30 milyon deymiz. Bu vaqtda saltirib to'xtalay. 25 milyon, 30 milyon nüfusu var bir millatga mushlar yordam qilyapti. 11-asrda qomus yozgan bir millatning avlodi 100 yil avval o'zininki millatining milliy mustaqilligi uchun qon bergan, jon bergan bir millat va bir jamiyatning avlodi bo'lgan bir odam mushaq kelib mushlarning davlatida yashayapti. Mushlarning qo'g'dishi ostida. Bundaqcha aytgan vaqtimizda milliy manfaat bilan shaxsiy manfaatni birlashtirilgan davlatlar, ya'ni millatlar, ular bizga o'xshash zulm uchirmaydi ekan. Ular mening otamni qo'yibdi, buni men turay deb o'ziniki shaxsiy manfaatini oldiga qo'yib olib, milliy manfaatini qurbon qilmaydi ekan. Ben milliy manfaat to'g'riliq bu yaqinda jiq so'zlayapman, chunki bizningda milliy manfaatni tunish va milliy manfaatni
o'zimizniki ishlarida oldingi o'rinlarning biriga qo'yish menga bo'lsa xalqimizning eng sing'ishi bak muhim. Nima ish degan chog'da nurg'un masalalarga kelganda aqliy jihatdan yoki hissiy jihatdan o'ylashganda buning bir tarozisi bo'ladi. Bizda nurg'un tarozi birlik kelgan bir tarozi yo'q. Shunda bo'lg'achqa o'xshash bir masalalarga o'xshamaydigan nuqtadan o'xshamaydigan tarozlarni esvelib turib baho beramiz. Biz bunday masalalarga ming yillik islom millati bo'lgan, musulmon bo'lgan bir millatning milliy manfaatini taroz qilishi, albatta bunda desam diniy jihatdan boshqa qarindoshlarimiz o'xshamaydigan fikrlar qo'yishi mumkin. Men buni siyosiy boshqa jihatlardan deyapman. Jamiyatshunoslik nuqtai nazaridan şu an qarindoshlar bu yerda meni ayblamasligini so'rayman. Bunga o'xshash milliy manfaatimizni tarozdan tashkil qilib, masalalarni o'ylagan vaqtimizda nurg'un masalalar nima bo'lib ketadi, hal bo'lib ketadi. Masalan, bu qatimliq Meytu Uyg'ur voqeasi nima faoliyatining muvaffaqiyat qozonishlik sabablarining birisi tashqi jihatini aytgan vaqtda butun dunyo Xitoy bir videoni chiqargandan keyin ham qanday qilamiz nima ish qilsa mayli Turkiya davlati bo'lsin, G'arbning mediasi bo'lsin, ularning hammasi bizning bilan o'xshash holatda bu bir videoning ziyonkashlik uchirg'ichlar bo'ldi. Nima ish qilsa 2018 yildan boshlab hozirgacha bas-basda axborotlarni analiz, obzorlar e'lon qilayotgan shu medialar shu narsalarning ishidan yolg'on chiqib qolishini yoqmay qolsa, bu Abdurahimov voqeasidagi Abdurahimov ustozimizniki bu nimamiz videosining voqeasidan keyin o'zining obrazininki xalqaro tushishidan ansirab turgan vaqtda Meytu Uyg'ur faoliyati bularga bir yaxshi tutqu oldi. Bu yaxshi tutqu orqali biz o'zimizni emas, nurg'un yerlarni qutqizib qoldik. Hem AB'ye gap qaytib kelsak, milliy manfaatimizni birinchi o'ringa qo'yishimiz, bularning ichida birisi bizning milliy birligimizni birinchi o'ringa qo'yishimiz. Bu faoliyatning muvaffaqiyat qozonishiga ikki sababga ham qaytib kelsak, agar ma'lum odamlar hozirmi naq maydondan taqib u undaqchi, bu bundaqchi davatgan bo'lsa, ma'lum odamlar yo'q, bunda deganlik bu bizningki narsamizga uyg'un kelmaydi, qandoqsi Xitoy hukumatining bir narsa qilish to'g'ri deganga o'xshamaydigan bir gaplarni milliy manfaatimizni giritish qilmay turib so'zlagan o'zining hissiyaticha qilgan narsalar bilan so'zlab qolgan bo'lsa, bizning nurg'un xalqimiz balkim uni to'g'ri deb bu faoliyatga ovoz qo'shmasligi mumkin. Bu bizning ishki qismimizdagi yoki ishki omilimiz. Shunga o'xshamaydigan qarashlar mana bir xalqninki diqqati boshqa yerga burolmadi buni va shundoq bo'lganligi uchun bu muvaffaqiyat qozonganlikning bir sababi tashqi va ichki sabablardan kelsin. Yani bu bizning milliy manfaatimizga munosabatlik tarafi kuchli bir harakat demoqchimisiz? Yana demoqchi bo'lganim, hozirgi qaralda bizning milliy manfaatimiz qisqa muddatli vaqtning ichida milliy birligimiz bu bizning milliy manfaatimiz bo'lib hisoblanadi. Uzoq muddatli aytgan vaqtda bizning milliy mavjudligimiz bizning milliy manfaatimiz bo'lib hisoblanadi. Nima ish desak, Alloh va taolodan boshqa hech qanday narsa mangulik bo'lmaydi. Osmon bilan zamin yo'q bo'ladi. Osmon bilan zamin oraliqda yashayotgan har qanday narsa yo'q bo'ladi. Jumladan Uyg'urlarmi shuning ichida. Demak, bizningki millat ustida mavjud bo'lishimizning bir qarori bor. Chunki Allohdan boshqa har qanday narsaning qarori bo'ldi. Shunday bo'lgandan keyin bizning mush bir avlodning ichida bu Uyg'ur degan millatning yo'qolib ketishi rostga qanchaqda biz undaq bir gunohni u dunyoga qo'yib ota-bobolarimizning oldida ko'tara oladigan men shaxsan undaq emas, ishonaman bizning hozir yashayotgan Uyg'ur xalqimizning hech qanday undaq bo'lishini xohlamaydi. Shunda deganga o'xshash, endi bu milliy manfaatimizni amalga oshiradigan vositalarning birisi bo'lsa, mustaqil davlatimizning bo'lishi. Bu bizningki nima deymiz? Nishonimizga yetadigan vosita. Nima ish bundaq deymiz desa, sizning davlatingiz bo'lgan vaqtda davlatingizning tili Uyg'urning tili bo'ladi. Sizning davlatingiz bo'lgan vaqtda sizning davlatingizning asosli madaniyati sizning madaniyatingiz bo'ladi. Sizning tilingiz diplomatiyaning tili bo'ladi, televiziyaning tili bo'ladi. Albatta,
Şarkı Türkistan Cumhuriyeti kurulsa 3. katım yoki o Cumhuriyetning ismini boshqa bir narsa qo'yamdik, u muhim emas hozircha. Vaqt kelgan chog'da o'zimiz tanlab qo'yamiz uni inshaalloh. Bu yerda boshqa bizdan azaldan bizdan bilan bir yashayotgan boshqa qarindoshlarimiz bor. Bo'libmi Sharq Turkistonning asosiy aholilarininki ichida nopus jihatdan 2-o'rin turadigan bizning qozoq qarindoshlarimiz bor. Ve başka Kırgız qarindoshlarimiz hammasi bor. Albatta biz erkinlik chiqimiz bu yerda yotgan biz Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz ve bizning barliq qarindoshlarimiz. Shunday deganga o'xshash bu davlat qurilgan vaqtda abay deyilgandek o'zimizni saqlab qolishimiz uzraydi. Bu yana vositalarninki birisi. Shunga bizning nishonimiz davlat qurish. Ammo eng milliy manfaatimiz, eng yuksak milliy manfaatimiz özümüzü saqlab qolish. Bu yüzden bir-birimiz bilan ziddiyatimiz yo'q. Shundoq. Ya'ni biz tarixdan buyon davlatlar qurilgan, hech qanday bir davlatning territoriyasi hozirgacha o'zgarmay qolgan emas. Yaqin nafasda hozir davlatdan Germaniyaning yana turgan Polsha davlatidan misol olsak, Polshaninki hozir territoriyasi bilan tarixchiy territoriyasini qilsak, o'z g'arbga surilib ketgan. Shunlashqa nemislarning bir qismi ayak asli bizning zaminimiz değil, Ata-bobosining zaminidir. Ukrayna nefesi, Ukrayna'nın asli paytaxtı, asli ornu bu yerde emas. Rusya'nı misal alaylı. Rusya'nın asli ornu neredeydi? Polşa'ya yakın bir yerdeydi. Hazır qarsak Japonya'ya geçip baradı Rusya'nın zemini. Hech qanday bir davlatning territoriyasi, madaniyati, hatto shu davlatda yashayotgan odamlarning diniy e'tiqodi o'xshash bo'lmaydi. Bizninki misal olsak, Qarxonlar davridagi bilan Urqun Uyg'ur xonadonligi davridagi madaniyat bilan insonlarning etnografiyasi ve bizdeki territoriyimiz o'xshamdi, siyosiy tuzumimiz o'xshamdi, o'xshamaydi. Undaqda biz qaysi davlatga o'zimizning sadoqatini bildirib, shuni bizning nishonimiz qilamiz. Hech qaysisi emas, o'zimizning millatiga, o'zimizning xalqiga. Chunki davlat territoriya chegaraning hammasi yo'qaydi. Ammo shu davlat territoriya chegara hokimiyatning o'zi bizning milliy mavjudligimizni saqlab turadigan bir chiroyli quti o'xshaydi. Siz o'zingiz eng yaxshi ko'rgan narsangiz bo'lsa, uni hargiz talog'i cho'rib tashlab qo'ymaysiz. Biz hozir dal shu talog'i cho'rib qolgan narsa. Biz yana e'tirof qilishimiz kerak. O'zimizning realligini bilgandan keyin, anondan keyin o'zimizning realligini o'zgartira olamiz. Baydab o'tdik, videoni analiz qilalamdik, Turkiya qilalamdik deganga o'xshash. Biz davlat bo'lgan taqdirda qilmasligimiz mumkin. Siz deb o'tdingiz, bunday ishlarni nima deymiz, ziyolilar, yuqori qatlamli odamlar qilish kerak deb. Bu nimada ikki xil o'xshamaydigan qarash bo'ladi-ku. Masalan, Amerikaning nurg'un kinolarini qarasaqlar, ular nurg'un odamlar, elitistlar deydi, donishlar yoki mayqasa ziyolilar, ashunday mutaxassislar bir yerga kelib turib bir narsalarni analiz qiladi. Analiz qilib bular masalani hal qila oladimi, qilaman. Balkim qilish mumkin, qilmasligi mumkin, uni bilmaymiz. Chunki bir masalaning hal bo'lishini aşkı cho'qim mayadan chiqadi demaymiz. Agar undaq deyilgan bo'lsa, ayni vaqtda Davud alayhissalom hargiz tanlanmagan bo'lsa bo'ladi. Uning 12 qarindoshining ichida qaysi boshqalarga solishtirsa, ham yoshi kichik, ham tajribasi ojiz, shundaqku. Alloh taoloyimiz Davud alayhissalomni tanladi. Shundaq bo'lganga o'xshash bizniki donishlarimiz, yoki maqas o'limalarimiz, hozir yetakchilayotgan odamlarimiz balkim inshaalloh bizni qutquzib bu davlatga erishtirib qo'yar. Ammo odatdagi bir Uyg'ur hech qanday maktab savoli ko'mgan Uyg'urdan boshida qila olish ehtimoli bor. Demak, qarindoshim, agar siz hozirmi jim yassangiz, ota-onangizni, qarindoshlaringizni qutuldirishdan emas, butun millatni qutuldirishdak bir shahodatdan biz mahrum qolamiz. Shunday qarindoshlarni yana qaytib kelsa, guvalıq videolarını işleyli, MeToo Uyghur diyen qatnaşaylı, %10'dan kişinin ayrıca kişi hareket çoğun təsir qo'zg'aymiz şimdi. Allah razı olsun. Taqqa gap qildim qoldim. Yaxshi, to'g'ri gap qildingiz. Ya'ni bu bir yerga chigyapmiz aslında masalani. Birozdan keyin men sizdan so'rayman shu nima ish qilishimiz kerak degan masalada, hamda xalq harakatining ichida yangilik yaratish bilan birga mangmasa bugun dunyoga yetishmayapmiz. Bugungi bu Meteo Uyg'ur kompaniyasining yoki harakatininki g'alaba qilishidagi sabablarning birisimi naq vaqtida, naq fursatni g'animatga aylantirib, yangi bir ish bilan
bu o'tirg'i chiqqanligingiz uchun buningda yaxshi bir natijalar qo'lga kelyotidi. Balkim buningdan keyin texmi cho'ng qo'lga kelgusi inshaalloh. Men abay bir so'zni balkim tushuntirmay qolgan bo'lishim mumkin. Ya'ni Abdurim Heyit akimizning masalasi o'tirg'i chiqqan vaqtida nima uchun darhol olimlar, professorlar, doktorlar bir yerga kelib bu masalada qanday qilish to'g'risida bir yangilik yaratish, bir kampaniya harakat boshlatishni demoqchiman. Hargizmi video bu video qanday video degan masalada emas, chunki bizning video montajchilik va tekshirish ishlarida bek iqtidorli qarindoshlarimiz yo'q, hamda amaliyot yo'q narsani zo'rlayolmaymiz. Ammo Amerikadan bir olim, İstanbul'dan bir ustoz, Finlandiyadan bir yosh qarindoshimiz, Gollandiyadan bir aylan yoki yana bir yerdan bir aylan chiqib bu Abdurrahimid akamiz shahid bo'libdi yoki hayotgan. Biz bunga qanday ish qilamiz deb har qatim ish yuz bergan vaqtida xuddi bir davlatda ofatning oldini olish va yoki jiddiy masalalarga taqobil turish organlari bo'lganga o'xshash Uyg'ur mujodilasida jiddiy masalalarga nisbatan nima uchun darhol bir yerga yig'ilib yangi bir programma, yangi bir harakat qo'llanadigan bir holatni bizningki cho'nglar qo'lga olgan bo'lsa texim yaxshi bo'ladi. Albatta bu yoshlarningki yoki xalq harakatini sen qilmaysizlar, hammasini cho'nglar qiladi degan gap emas. Ammo bugungacha davomli yangiliklarni xalq harakati o'ttirg'i chiqaryapti. Masalan, o'tganda Erkin Sidiq akamiz bir masalani o'ttirib qo'ydi. Buning o'xshagandek hammaylar, ya'ni ustozlar, cho'nglar bunday harakatlarni bundan keyin tag'im ko'p qanot yaydirsa, tirik tursak, ham ko'plagan ishimizni g'alaba qila oladiganligiga ishonaman demoqchiman. So'zni Abdulla Aziz qarindishimizga bersam, Beshar bir yig'iz gap qistirib olsam bo'ladimi kechiring. Bo'ladi. Manda bir narsani nima qildim? Bu ko'rinamdikan bu yerda? Ko'rindi, ko'rindi. Bu yerda yana bir qo'shilgan birininki bir analiz bor. Bir qo'shilgan birining analiziga qarasak, bir qo'shilgan bir qancha matematikalik jihatni unutib ketaylik. Bu yerda ijtimoiy birlik munosabatini aytgan chog'imizda bir olim yoki qasi yana bir mutaxassis birga kelganiga qancha bo'ldi? Ular ikkiga teng bo'lishini atayin. Ba'zida ular birdan kichik bo'ladi, ba'zida ular birdan cho'ng bo'ladi, ba'zida eng oddiy ikki odam birga kelgan chog'da bu yerda u matematika cheksiz deydi. Hatta biz musulmon bo'lgandek Allohdan boshqa narsa cheksiz emas deymiz, ammo biz buni mishada shundoq ko'p deb ayttiraylik. Bu shundoq bir holatni shakllantira oladi. Biz bekla nima romantik holatda o'ylagan vaqtimizda siyosatchilarimiz yoki qolsa ashunga o'xshash odamlarimiz birga kelsa bunday ishni qila oladi deb o'ylaymiz. Amaliyotda unday emas. Reallikni aytgan vaqtimiz. Chunki birga birini qo'shgan vaqtda u ikkidanmi cho'ng yoki qolsa abay deganga o'xshash cheksiz holatda cho'ng bo'la olgan vaqtda bu naytı bir cho'ng kuchni shakllantira oladi. Ammo mayli 5 panda doktorlik bitgan odam bo'lsin, 10 panda magistrlikni bitgan odam bo'lsin, birga kelgandan keyin o'xshash niyatda, o'xshash ritmda, o'xshash bir tartibda ish qilolmaydigan bo'lsa, u chog'da bizning kuchimiz bo'lmaydi. Shunda burunda ta'kidlab o'tganim tartib. Nima ish qilsak, bizning qutulish yo'limiz tartib. Tartibni turg'iza olgan vaqtimizda birga birini qo'shsak, hamon ishki bo'ladi. Yoki maqas birga birini qo'shsak, hamon ishkidan cho'ng bo'ladi. Bundaq bo'lgan vaqtda bu bek muhim. Masalan, Finlandiyaning Yasli ma'rifida 3 teshti ko'kuyinin deydi. Albatta, kechiring siz nima qoldingiz. Alloh tez shifolik bersin. 3 teshti shu barabar hamkorlashish tarbiyasini kichigidan boshlab bek muhim bildi. Masalan, uşaq bolalar bir-birisi bilan o'xshash hamkorlikni qilolmaydigan bo'lsa, ota-onasi bilan darhol yig'inachib bu nima ish qilolmaydi, uni qila olish kerak deydi. Demak, bu taraqqiy topgan davlatlar bir-birini qo'shsa, ikkidan cho'ng bo'ladi deb turib ishlarni qilishni o'ylagan. Ham odatdagi odamlarni birlashib o'xshash hamkorlikni o'rnatib, hamkorlashib bir ishlarni haqiqiy hamkorlashib demakchi. Bir ishlarni qila oladigan bo'lsa, bu kuch qila oladi deb. Shunlashqa biz burunqidan o'xshash romantizmli qarashlarimizni qayrib qo'yishimiz kerak. Men bu mening shaxsiy qarashim, ammo buni boshqalarga tavsiya qilaman.
albatta qabul qilishni xohlaydigan qarindoshlar to'g'ri ko'rganlar qabul qilsa bo'ladi. Demakchi bo'lganim birlashib haqiqiy ish qila oladigan bo'laylik. Agizmi 1 kilo oltinga 1 kilo oltinni qo'shib turib 2 kilo oltin bo'lgandan keyin ish qilmaymiz demak, biz 1 kilo ko'mir bo'lsakmi, yana 1 kilo ko'mir bilan birlashib turib, yalqo'llab, o'tulib, toshni oltinga aylantira oladigan bo'lgan vaqtimizda biz haqiqiy davlat qura oladigan bir sopani shakllantirgan bo'lamiz. Ham oshunda hamkorlikni o'rnata oladigan ishniki o'zimi bir tartib bo'lib hisoblanadi. Mana bu tartib bayirdan burun ta'kidlab kelayotgan davlat qurishning asosi. Bizningki qilayotgan ishlarimizning nurg'unisida mag'lub bo'lishimizning sabablarining birisi tartibsizlikdan bo'ladi. Masalan, Mito Uyg'urni biz bir kunning ichida o'ylab chiqqan ish emas. Uni biz Finlandiyalik, buning ichida Finlandiyalik odamlar bor, Finlandiyalik emas, hatto ma'lum bir davlatdan boshqa chet ellik odamlar bor. Buning ichida men yolg'iz Uyg'ur. Mito Uyg'ur degan bizda plan qilganda shunday qilgan, keyin bu harakat boshlangandan keyin yana boshqa chet ellik qarindoshlarimiz bilan hamkorlashib ishni qila oldik. Onun bilan Teranning rangi o'xshamaydi. Onun bilan diniy e'tiqodim o'xshamaydi. Onun bilan meningki The Bluetooth device is ready to pair. Demak, bu yerda bir tartib bilan hamkorlashdik demakchi. Shunlashqa qarindoshlarimga deydiganim, romantik holatda o'ylamay, realistik holatda o'ylab, hamkorlikni bir-birimizga o'rnata oladigan bo'lgan vaqtimizda Mito Uyg'ur emas, nurg'unlagan, muvaffaqiyat qozongan harakat faoliyatlarini qila olamiz. Rahmat. Allah razı olsun, rahmet sizge. Sözünü hemen Abdullah Aziz qarindishimizga bersem. Kechiring Abdullah, sizni tatib oldim. Bunun o'xshagan, Xalmurod qarindishimizga o'xshagan, sizmi ham yaqinda mayak illig'liq harakatini boshladingiz. Albatta ba'zi tashkilotlar, vaqflar bu şekilde xizmatlarni ilib beriqliq burundan. Ama xalq hareketi ishidan hamda bir qancha qarindishimiz va yoki siz boshchiligida bu xizmatlar bo'ldi, ammo yaxshi ta'sir beryotdi. Xizmatinglar davom qilyotdi, Allohning rahmati bilan. Aslida Turkiyadek bir davlatdan ko'p chiqish yo'limiz bor bizning. Men ashta qarayman, shaxsiy fikrim. Ko'p chiqish yo'li, ko'p xizmat, ko'p jonlanish, ko'p tashviq usuli bor. Aslida Turkiyada 80 million xalqqa yetkazgili bo'ladi Sharq Turkiston masalasini. Ama Avrupa'da biraz ters, çünkü Avrupa'da insanlar bundaq teşviqat, namoyish, bu mesele burundan nait köp yüzbergenliki ve ya bulanınki erkin hayatı ve münasebetlik boğallık için Allah'ı qarab ketmeydi hem de. İkinci Dünya Uruşi'den keyin mesela cık bir detta atıp ketken evallah mı yok bularda. Ama Türkiye'deki bir davamlıq egizpes bo'layotgan xalqlarımı açlıqның ve yoki urushning ve yoki boshqa narsalarning dardini her zaman tatib turayotgan bir davlatda davamlıq bizdek mazlumlarni ko'p o'ylaydi. Shu bundaq bir yerda sizda qarindoshlar taqim ko'p chiqish kerak edi, inshaalloh chiqsin. Sizning masalangizga kelsak, bu mayak harakatini qaysi shaklda turtki bo'ldi, qanday boshlandi va qaysi xizmatlar qilinadi, buningda biroz to'xtalsak. Marhamat. Assalomu alaykum. Endi mayak illik hareketimiz asosan şu saxovatni ko'zlagan, ya'ni ijtimoiy bir saxovat ishlarini, ijtimoiy sosyal yordamlarni ko'zlagan bir harakat bo'ldi. Hani buningki bir shakllanib chiqishiga nima sabab bo'ldi degan vaqtda aslida menimcha bu bakma hojat emasdi, chunki Turkiyadagi tashkilotlarimiz, derneklarimiz buningga yaxshi chiqyapti deb o'ylayman. Şu holatda asli kerak emasdi, ammo faqat ular qildi kitap berish bizdek bir Sharq Turkistonlik Uyg'ur musulmon erkakka hech yarashadigan bir ish emas. Va hatto mana shundoq yordamlarni berish orqali, yordamlarni qilish orqali bizningki siyosiy ishlarimizga yerlik bo'lgan jamiyatlar yoki partiyalarningki biroz egi chiqib olish yoki biroz uni boshqarish, kontrollik ostiga evilishdan iborat. Ya'ni bu rayon xarakterlik butun umumiylik mahkamasman. Rayon xarakterlik bu holatlarningki bo'lib qolishi meni biroz umidsizlantirdi. Ya'ni bizga unmay yog' beradi yoki bir qancha atrofga bir qancha Uyg'urlarni yig'ib oladi, uni yog'may beradi. Mana mashqasi yoki mana mashqa bo'lmaysa, chunki mana mashqim palani partiya tashkil qilibdi. Ya'ni bu partiya o'tish partiya bo'lishi mumkin yoki
onun zıt partiya bo'lishi mumkin. Mao qipti men manamani anaqa bir niyatda emas. Albatta uni bizga demaydi. Ma odamlar yaxshi odamlar emas. Bunun nimasiga namoyishga qatilmaysa, bunun hareketiga ovoz qo'shmaysa degandek mana shu monopollikdan iborat bu ish meni biraz ümidsizlantirdi, ko'nglimni yerim qildi. Mana shu alay turklarniki biri. Şu münasebetler biz hiç kimge beklenti bombagan asasda, hiç kimge qarab qalmagan asasda özümüzdeki gemini özümüz qilalasak, hiç kimge beklenti bolup qalmaymiz o, hiç kimge monopol bolup qalmaymiz o, işimizni özümüz qilalaymiz o degan asasda yo'lga chiqdik inşallah. Albatta xalqimiz herkes bizni naumid qo'ymaydi, bizni yarim yo'lda tashlab qo'ymaydi. Alloh razı olsun bu milletin, bu xalqdan. Deganda bu faoliyatimizni elib bordik, oldi Şöyle çıkan bir isimsiz veya ki sadasız elip veriyorlar. Ondan keyin ancha-muncha bu xalqning mi o'zi qamdash, bu xalqning kimi saxovat suyar, bu xalqning o'z qarindoshlari qarab turmaydiganligidan iborat. Bu fazilatni bildirish va mush fazilatni joriy qildirish uchun biraz tashviqotlarda kengroq taqatgan tashviqotlarni qo'llangan bo'ldim. Bu bir qism qarindoshlarningki intayin qarshi turishiga yoki salbiy fikr uçurdu. Bu saxovat emas, balki saxovatni tashviqot qilish. Qarindoshlar dediki, yaxshi ishlarni qilyapsiz, nayt yaxshi faoliyatlarni bo'layapsiz, saxovat ishlar bo'layapti, Alloh qabul qilsin. Ammo bu tashviqotni qilganingiz sizga real shakllantirib qo'ydi va yaxshi amalingizni ko'ydirish degan iborat. Menga kuylash maqsadi bilan ba'zi bir qarshi fikrlar kelgan bo'ldi. Albatta bu qarindoshlarimiz menga o'chmanlik yoki hasad yoki dushmanlik bilan emas, balki qarindishim deb yaxshi ko'rganligidan bu fikrlarni ba'da o'ylayman. Alloh o qarindoshlardan Alloh razı olsun. Ammo bu yerda tashviqot qilish orqali bayon deganimdek bu xil saxovatchi qarindoshlarimizning, Uyg'ur xalqimizning, millatimizningki saxovat, himmat, fazilatini o'zimizga ko'rsatib tasalli qilish va boshqa millatlarga va xalqaro ko'rsatib biz Uyg'urlarning hech kimga muhtoj bo'lib qolmaydiganligimizningki bizning moddiy qiyinchiligimiz tufayli bu xil mazlum bo'lib qolmaganligimizni bildirish maqsadida tashviqotni va Uyg'ur xalqimiz millatimizningki bir-birimizning ulgu olib, o'rnak olib bu hayatimizni joriy qildirib bizga ehtiyoj bo'layotgan yetim sabiylarimiz, tul hemşerilerimiz, aciz sanallarimiz ve yana bizga ehtiyojli bo'layotgan ko'p farzandlik bo'lgan qarindoshlarimiz yoki dardini hech kimga deyolmagan mutlaq sharafli qarindoshlarimizningki bir dardiga kichikkina bo'lsa-mu malham darmon bo'lish maqsadida bu hareketlerini elip veriyorsunuz. Faaliyetlerimizin asas türü. Yani bununla karşı çıkanlar buldum hesapta bu hareketke. Uçuk halette bir karşı çıkanlar teşvikatını karşı çıkanlar oldu. Teşvikatını kımısanken teşvikatını demiş kılı seriyendek. Muşalat karşı çıkanlar oldu. Evet ulağımı. Mesela kanda teşvikatını değilsiz. Mesela. Yani kılınan sahavetlerninki, yardımlarninki, sahavetlerinin qarindoshlarninki chiroy rasmini, uçurunu çıkarmagan yani maxfiy asasda qarindoshlarımızga mahil yardımlar qilindi. Yordam qilgan qarindoshlarimiz Alloh razı olsun degan iborat. Mushkul tashviqotlarga qarindoshlarimiz fikri bo'ldi. Albatta men buni hargiz qarshilik deb bilmayman. Bu meni yaxshi ko'rganligimni bilaman. Chunki men bir yaxshi amalni qildim. Mushu Abdullah qarindishim ma ishga vasila bo'lib va buni tashviqot qilib chiqarib amaliy riyo bo'lib habat amal qatorida bikoch bo'lib ketmasgan deb men kuyganligi deb qarayman buni. Hargiz men qarshilik deb o'ylamayman. Mushkul ahvol bo'ldi, lekin qarindoshlarga tushuntirish bilan va qarindoshlarninki amaliy bir unumini ko'rish bilanmi, ya'ni bizga qarshi chiqqanlar bizningki qarindishim unda emas deb bizningki chiroyli tushuntirishimiz va davomli tashviqotimizni qilishimiz va buning natijasida xalqimizning biz bu tashviqotdagi niyatimiz bayon deganimdek Uyg'ur xalqininki himmatchi xalq ekanligini va buni xalqaro va xalq olamga tunutishimiz, Uyg'urlar o'zaro mehr shafqatning tugamaganligini his qildirishimiz niyat maqsadimiz degan edim. Mana shu niyat maqsadimizni ular ko'rgandan keyin tashviqot qilgani asli xato bo'lmabdi ekan, to'q men xato o'ylabman deb uzr so'rab, kechirim so'rab uchurib qilgan qarindoshlarim bo'ldi. Men hargiz sizdan xafa bo'lmadim qarindishim, Alloh razı olsun dedim. Qarshilik deganimiz shu holatda bir qarshiliklar bo'ldi. Undan boshqa ahvollarda intayin yaxshi. Hamda hareketimizningki bayon deganimdek asosli faaliyatları, türleri şu yetim serbiyelerimizin
Tüm kiyim-kechekleri olsun, okuş koralları olsun. Aldığımızda inşallah bu haftanın ahiri 50 nefer yetim balığa okuş koralları, defter, kalem, kitap, somkadan ibaret bütün okuş korallarını, hatta uçluğuç, öçergüç, hatta sızgıçlargacha 50 yetim nefer sebi kardeşimizga, fukularımızga, sınırlarımızga tayyar kılıp inşallah haftanın ahiri bunu taptığımız. Mana şunda faaliyetlerini ve onun linkin iş tapanmavatan, hizmet tapanmavatan qarindaşlarga Türk karxanalar, Türk zavodlar bilan ciddi aloqalashib işte bu hizmetlerini ve onun için bu illiqlik elib berişimizdeki en baş nişanı qarindaşlarga bilik beriş emas. Qarindaşlarga bilik beriş emas belki qamoq beriş ve bilik tutuşni o'rgatib qo'yish kerak. Hani bunun çok kadar qilishimiz kerak. Biz ne qamoq ne bilik tutuşni o'rgatmay tashlab qo'yib, o'zing qil, o'zing top, o'zing ye. Bununla yana bo'lmaydi. Bunun için avvelen biz qarindoshlarımizga maslahat berish uchun qarindoshim nima derdi uyum bağımı. Bunun ihtiyacına qamlagan lekin ikinci qatım. Endi aziz qarindashim, men bu sana inşallah bir qatım qilishim mumkin, saxovatchi qarindashim bir qatım yoki ikki qatım qilishim mumkin, ammo biz baqavan emas. Shuning uchun sana men muvaffaqiyat bir ish topay, sen ishingni qilib bo'g'isha, men u yoqdagi un, yog', suv, go'sht bir narsalarni men to'liqlay. İşini cevabı çoğalgandan keyin o'zining turmush, o'zini qamlaysan degan iborat. Mana bu xil prinsiplarda varımız. Yani diyerek asaslarımızı biz bilet verip yani özünün küçük özü tayanmaydıgan yani muşkul başkalarga davam başkalarga muhtaç mahallet köndürüp koyuşamaz belki. Biz bir yakadın yölep durup bir yakadın yardım tutup yani bir yakadın yöleş. Yani özünün ki küçük özü tayinişini ibaret muşkul iradeni, muşkul niyetini, muşkul şaraitini yani imkanını yardım verişini ibaret muşunu baş nişan asas maksat qilib şu faaliyetlerini elip beryapmiz. Deganimdek asas faaliyetlerimizin yana biri Türkiye'ninki hava rayı, bulutlu kış faslidagi hava rayı tuproqsiz, hul yig'in intayin ko'p. Shu munosabat bilan insonning sog'lomlik jihatdanmi, ya'ni tibobat bo'yicha sovuqqa eshib qolish, badan sovib ketish, ya'ni kasm uyg'ur tibobat bo'lgandan keyin bu jihatni adroq to'xtalib o'tib ketay. Ya'ni sog'lomlik jihatdanmi soğuk eşip kitiş, kan soğuk kitişten ibaret ve şu münasebeten umumi beden immunitesi tüelleş bilen tola zukam buluş, kanay şakçıyallığı, kanay yolu katarlık müşkil kiselliklerge umum yüzlük aile boyunca giripler buluş ahvali intihani köp görülürdü. Hem de bu kan soğuk kitiş, beden soğuk kitiş, kanay şakçıyallığı, zukam katarlık bu kisellikle asaslıkı bedenin ki sağlamlıqanınki yaxşı kütünemeyenlik uzunluktan yetişmez. Bedeninki soğuk kişiden buldu. Bununki yaxşı dikkat qilishib tegishli yemek içmek adetleri olsa, şorbuluk göçlerini köprek yiyiş, yaxşı pişirilgan kavaplarını yiyishni ibaret. Mushkil tedbirler qo'llanilib iboratda. Qarindoshlarimizningki ahvoli hamimizga ayon. Aydın ayga göç yiyemeyotgan qarindoshlarimiz mushu İstanbul'da, mush Türkiye'de, Safaköy'de, Zeytinburnu'da mevcut. Shuning uchun her haftada bir qo'ynim kesishga shundan niyat qilib saxovatchi himmatchi akalarimizniki qarindoshlarimizniki va'dasi bo'yicha her haftada bir qo'yni kesishga tirishib kelyapmiz inshaalloh. Bugunga qadar ya'ni keynimiz o'tib ketgan haftaga qadar biz mahcup bo'lmadik, va'damizda turib keldik. Inshaalloh oldimizgi haftadami buni qilishga tirishimiz. İnshaalloh va'damizda turganligimizga Alloh taoloninki bizni yerga qaratmaydiganligiga va xalqimizning inshaalloh bo'lganligiga ishonib munosabat bilan mushkil bir ihtiyojlarni, mushkil bir qiyinchiliklarni ko'z tutib qarindoshlarga 40 kiloluk atrofidagi bir qo'shqoni yoki bir qo'yni so'yib, ya'ni bu intayin buni tujib biladi. Ya'ni bu qo'yni tanlashda shu yaxshilik uchun saqlash uchun degan bo'lganda Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zi boqqan, o'zi cho'ng qilgan, o'zi bo'digan qo'ylardan tanlab turib, men o'zim beshida turib, so'yg'izib, o'ltagizib, bo'g'izlatgizib, podshoga yerda o'zim Allah razı olsun. Abdullah kardeşimizdeki avazı üzülüp kaldı. Hoş. Avazı icilgıç arlıqda ben sözünü yine
nimaga Xalmurod qarindishimizga berib turman. Faizlarga kirgan İnşallah. vaqtimizda Abdulla, ovozimni anglayapsizmi? Ovozingiz oyog'ida uzilib qolib qoldi. Aziz qarindoshlar, ovoz o'ngshog'icha orliqda Xo'sh. Xalmurod qarindishimizga berib tursam, birozdan keyin yana Abdulla qarindishim sizga men yana qayta so'zni beraman. So'zingizning oxirini davom qilsangiz bo'ldi. Ovoz uzilib qoldi, shuning uchun so'zni almashtirishga to'g'ri keldi. Aziz qarindoshlar, bu ikki qarindishimizga munosabatlik, ya'ni Xalmurod Uyg'ur qarindishimizningki bu tunugunlardan beri o'tirib qo'ygan bu kompaniyasiga munosabatlik masalalarda savolinglar, fikr taklifinglar bo'lsa, naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi. Men so'zni Xalmurodga berishdan burun Adil Majid qarindishimiz, bizning vatandagi komediyan, ya'ni komediya artisti. Bu kishiningki kuyovli bo'lgan Arslan Hidoyat qarindishimiz bilan aslida bugun ekranda ko'rishmoqchi bo'lgandik, ammo ma'lum sabablar bilan ekranga kelmay qoldi. Ammo men naq maydondan telefon qilib bu qarindishimizni o'ziniki bu kompaniyada, bu harakatda qanday rol olganligini bir so'rab baqsam deyman. Agar Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi, alhamdulillah. Arslan, programmani taqib tursangiz, men bevosita parang qilaylik, chunki programmamizning orlig'ida 15 sekund vaqt bor, ikkisi mos kelmaydi. Tamam. Hozir naq maydonda ko'rurmanlarimiz ovozimizni anglab turyotdi. Sizmi shu 1-2 kun ichida nurg'un kanallarga chiqib so'zlayapsiz. Inglizchangiz nihoyat yaxshi ekan, turkchangiz yaxshi ekan. Bu ikki fursatdan foydalanib yaxshi xizmat qilyapsiz. Bu Xalmurod qarindishimiz boshlatib bergan bu harakatda o'zingizningki bir kishilik nimasini ijro qilib kelyapsiz. Ham Facebookda o'zingiz bir video e'lon qildingiz. Mishiyada qarindoshlarimizga nima so'zingiz bor? Adil Majid akamizningki to'g'risida qanday bir xalqimiz anglab qilishga tegishli bir so'zingiz bor? Bu yerdan xalqimizga bir qancha so'zingizningki fikrini, ko'ngil so'zini bayon qilib baqsangiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah amma ba'd. Mening deyotgan so'zim sizga rahmat aka, meni chaqirganingiz uchun. Shu amallarga ayon boshqalarga o'xshash bizmi Adil Majid garchi shu yerda vatan sharqi Turkistonda shunchalik donliq, shunchalik katta Xitoylarning orasida shunchalik tanilgan inson bo'lsa-mu, bir ig'iz, bir jumla hech qanday xabar olamadik. Tunagan terimi dedim, Adil Majid mushu Xi Jinpingning ayoli bilan bir oliy maktabda o'qigan 80-yilning o'rtaligida, hamda Xitoycha Xi Jinping deydi, uni Uyg'urcha deymiz, kino studiyasida shu artistlik universitetida o'qigan. Endi bular qayta tarbiyalash markazida agar shu Adil Majid meni qiynatam shu maktablarda to'g'ri tarbiyalanmagan bo'lsa, ajab Xi Jinpingning ayoli tarbiyalash misol akirmabdi deb qilsam, diqqat qilgan bo'lsanglar, en son 30 soniyasida shu Xi Jinpingning ismini bir chiqardimi, asta meni chiqaryapti u nimadan. Xayr. Endi buni qarindoshlar qo'llab mushu MeToo Uyg'ur hashtagdan degan nimani sizlar qancha bizning xalqimiz asli buni desteklasa, biz faqat buni inglizcha mouthpiece deymiz. Buni ilqi temsilan BBC'ga deymiz va boshqa yerga aktaramiz. Ya'ni xalqimiz shu yuzlab, minglab shu narsani chiqarmagan bo'lsa, bizmi BBC'ga bizni chaqirmaydi. Ya'ni Uyg'ur xalqi buningda pek muhim rol o'ynayapti va yana o'ynaydi oldimizgi kunlarda, haftalarda, oylarda. Va shu yerda Xalmurod qarindishimizning ismini tilga olib turib, mushu qarindishimiz asli mushu faoliyatni boshladi. Ve bu qarindoshimiz asli eng jo'q savatni mushu qarindoshimiz oldi. Biz faqat endi bir kitob bor, kitning ostida bir biliqlar bor. Biz shularning orasida endi inshaalloh taala shu Alloh shu savatni bersa inshaalloh. Unchimi deb ketmang, inshaalloh Xalmuroddek cho'ng biliqim bo'lamiz. Xayr. Har qanday cho'ng kitning kichik vaqti bo'ladi. Asta Ee, inshaalloh. Kamtarlik qilmaydi.
Bo'ladi, so'zingizni davom qiling agar ayg'i bo'lsa. Shuningga buni ilqi endi ba'zan qarindoshlarimiz tushunmay qilib, asli bu hashtag masalasi, hashtag degan narsa 2007-yili paydo bo'lgan, ya'ni xili vaqtcha bo'lgan. Asli men bu garchi o'ttir 100 turani faoliyatning ishiga bu chiqmagan bo'lsam, da'voda 1-2 yil bo'lib qoldi. Hashtaglarni o'zim ishlatyapman, lekin bir turli 2 yillik bo'ldi men bu o'zim kullanmadım milletimizge. Elhamdülillah, yani bugün Allah vaqt kep kaptı. Nimelikini boşluk kaldırış bile bek mühim bo'lganini ve devamlı anda Xitayning mesela bugün demedi mi biz onçilik milyarlarca ondak videolarni çıkarıp bulmaymiz. Yani birinci qitim gerçi men özümning qiynatamning xabarini alamagan bolsak mı biz bütün qiynasimizning bir şu Xitayga bo'lgan şu inkasını alaladık bizga javob berdi oxiri. Yana birisi mening ko'z qarshimda o'tirib qo'ysam gerçi men programning to'liqini ko'rib bulamadım. Nima deyildi, nima deyilmadi. Menimcha bu Abdug'ani nima Abdurim Hayit akamızning bu atqan xabari to'g'riliq. Menimcha bu Xitoy o'zi chiqargan xabar. Şehit bo'ldi, tugab ketdi deb. Keyin biz bu xabarni yedik ve Türk medyası mı yedi. Yap, andan keyin videolarni o'zinglar ko'rdim. Men abi deb o'tdi. Normalde undaq videolarda bir gazetni ko'tarib turib, İsrail askarimi ashta qilgan Filistinliklar uni tutib normalde tegishirgan masalalar bo'ldi. Chunki İsrailiya Amerika uchun bir tal İsrail askari net yüz Filistinliklarga tegishtirib bo'ldi ve onun haqiqatan hayat yo'qligini isbotlash uchun bir gazetni ko'tarib bergan palanchayning palanch kuni deb turib isbotlash kerak. Undaq ish bo'lmadi. Endi miyada bir ahvol va qiyinchiliklarimiz diqqatini chekkan va garchi g'arb davlatlar UN deymiz Birleşik Milletlarning oldida vang deb so'zlagan bile cho'ng prezidentlar deymiz, shu yerdagi temsilcisi insanlar undaq qilgan bile ama Türkiye'de nüfus olarak en jiq Uygur davasını kılıvatkan en jiq nüfusumuz Türkiye'de. Şununla Türkiye'ye bu saldırı oldu. Yani bu yerdeki Abdurrahim Hayit akamızın nimisini yağına çıkarıp köydönlarmı Türk halkı Uygurlarının her bir gibine işenmenler deyip elhamdülillah Allah Teala Halmurat kardeşimizle ilham veripti. Bu faaliyetine başladı. Gerçi ayette kapırlar planlısı mı Allah Teala onun da mı yaxşı planlaydı. Taqdirimiz müşkü aka. Yok, Allah razı olsun. Rahmet sizge. Amin esmayın. Yani bu elbette Abdurrahim Hayit şehit buluş yoki o'lib ketish kerak emas. Cho'qim yani o şehit bo'lgandan keyin yoki o'lib ketgandan keyin davosini qildigan ish yo'q aslında. Masalan, hamda hozir Adil Mejit qarindishimizning akamizningki hozir biz o'lik tirikligini bilmaymiz shaxsan men bilmayman. Balkim sizin bilmasligingiz mumkin. To'g'ri, hech bilmaymiz. U bir san'atchi. Endi bu yerda bu davani siz hem bir kuyog'li bo'lish, ya'ni bir o'g'li bo'lish sifatingiz bilan albatta siz emas, hammanglar, ya'ni bir millatningki san'atkorining davosini, mayli millatning ustozlarini, mayli millatning ichidan chiqqan qahramonlarni qo'g'dash, uning davosini qilish hammanglarga farz bo'lib ketgan bir davrda sizdek texim yaqin bo'lgan bir tuqqani bo'lgan qarindishimiz qandoq boshlab chiqsiz, buning o'xshash harakatlarni qandoq ilib mangsiz, buningda bir shaxsiy fikringizni baqa, ya'ni siz orqali buning oxir jarayoni qanday bo'ladi? Bu to'g'riliq o'ylash vaqtingizmi Adil Mejit davosini qiladiganga? Adil Mejit davosini masalan hozir erkin Asiyadami fikr qilgan, lekin u gapimni to'liq chiqarmay qolgan o'xshaydi. Ya'ni o'tgandek men bir Avstraliya garajlani. Abayqi İsrail askerini örnek kılgandek Avustralya'daki vatandaşlar, Avrupa'daki vatandaşlar, Amerika'daki vatandaşlar bir guvallık berse, ama Türkiye'deki guvallıklarda neçe min ese güçlük buludu dedim. Bunu kendislerim kat'i hata düşünmüşsün. Çünkü bir Amerikalık guvallık berse, akısı da Amerika devleti var. Şununla Marco Rubio kandak gülcekler hadimizge sahip çıkandek
Sen benim Amerika vatandaşlarının tukanları çıkılgıcı bulduğuma bozak meselesi de bir yerde Amerikan vatandaşını bozak kıldım. Ama Türk vatandaşını bozak kalsam afsus ki o kadar bir küçük ilgi bulmaydı. Şununla garip devletlerdeki vatandaşlar ayak kopuş gerek. Ama illa 100 tane çıkış gerek yok. Mesela Avustralya'da parlamentoda China Political Section'da bir bölüm var. Şöyle başvurusundan e-mail arkalı şu kırketken tukkanlarının şınfıncına deydi, ID pasportundaydı. Şular sürüştürüp yerdi. Cihademlerin cevabı kemerke bazı kildik ya. Bula hem de rekord bulmadı. Hem de Adil Mecid'in davası hem de Adil Mecid'de Uygur. Bu Adil Mecid'in davası 3 milyon Uygur'un işçide. Adil Mecid'in hayatı başka Uygur'un hayatından kıymet emez. Hemimiz beraber. Fakat Allah deydi biz takva arkalı sizlerine ayrıyız. Şununla Adil Mecid'in davası bile Uygur'un davası tam etmeniz gerek deb qarayman. Bo'ladi. Rahmat sizga, agar qaytib qo'ydigan so'zingiz bo'lsa, qaytib qo'ysangiz, bu suhbatni hozirlikcha mishada oyoqlashtiramiz. Balkim sizni yana bir ekronga taklif qilishim mumkin agar Alloh xolisa ekranda ko'rsangiz. İnşallah. Evet, inşallah. Sualım varsa. Bo'ladi. Allah Siz telefonni tutib turing. Qarindishimiz Abdulazizning bir savol yoki bir so'zi bor o'xshaydi. So'zni anglatgandan keyin. Xapama aka ilk avu nimela Xalmurat qarindishimiz bilan Abdulaziz qarindishimiz gaptiriz. Aniq kelmay o'tiri uqmadim ama. Bo'ldi, men hozir sizga aniq qilishga terishiman inshaalloh. Okay. Shu Tamam telefon inşallah tutib taala. Abdulaziz sizninki ovozingiz sal uzilib chiqib oldi. Shunda bo'lsa-mu yana sinab boqsak bo'ladi. Yana bir Aldı bilen Aslan Hidayet bizdenki yani uçuk bir halepte meyli avaz olsun, meyli çırayı videosu olsun Uygur davasıga avaz koşup bu serki katılganlık kadın elbette bu serki pedagogsun hemden bolavat kıllığı işinime yıllardan bu yan ama uçuk aşkara muşu vakitlarda çıkkallık kadın nait kursan buldum, hoş buldum ağrımızga katılganlıktan kursan buldum. Elbette bizdenki aldığımızda ne çıkat aldığımızda onu var bizde yetekler meneşka tegişlik bir karindaşlarımızda karayma işinime şu münasebetlen tebrikleyime şu kapsile ağrımızga anladın meninki bu münasebetlen bir udul kiliş yani sürekli bulmusu mu avazlık udul kiliş nisip oldu bir sorunlu cem buluş nisip oldu Allah hamd olsun bu şu münasebet bilen Arslan Hidayet karindişimizle Kardeşimiz belki chet elge bir qancha yillar burun chiqqan bo'lishi mumkin yoki yangi chiqqan bo'lishi mumkin. Endi vatanimiz Sharq Turkistondagi zulm ahvolini bir qisqacha ya'ni bu zulm qayerdan qayergacha bo'layotganligini va qanday qaraydiganligini bilib baqsam degan umidimda. Chunki biz haqiqiy bir go'zal bir ravishda haqiqiy tunib yetib pishib yetilgan bir ravishda da'vo qilishimiz uchun biz bu nihoyat kamchilik. Belki Sharq Turkiston bilimde meydimiz gibi müştişimiz mümkün ama bunu takım ilmi şekilde mana şunda kardeşlerimizden ki uruk tuqqanları mana şunda danlık artist durup devlet dencilik artist durup şunda zulüm uçağın kardeşlerimizden anlap durup kıladıqanlık şu münasebet Türkistan'daki Xitay zalim ki bunları Sharq Turkistonlik Uygur Müslümanlarga qaysi taraflardan ilib berilyotidi ve yürütülyotidi. Bu şahta bir fikrini anlap baksak degan ümidim var. Hüseyin Tecelli Ustaz ve Xalmurat kardeşim vaqtlarını ap qo'ygan bo'ldim. Allah razı olsun. Haqqinglarni ado qilaman. Rahmat, Allah razı olsun. Qarindishim yaxshi anglay olgan bo'lsangiz, shu savolga o'zingizning ko'z qarashini o'tirib qo'yib yiqing. Xapmalı yana aniq anglayolmay qoldim. Yani men takrorlab bersam Okay. Arslan qarindishimizni aramızda ko'rganligimiz uchun bir sorunlu bo'lganligimiz uchun ko'p rahmat aytaman dedi. Undan keyin albatta bu da'vo qisqa muddatli bir da'vo emas, uzun muddatli bir da'vo. Albatta Adil Mecidninki tutilishi bilan qaytiladigan yoki yana birsimizning tuqqunning qaytilishi bilan qaytilib qoladigan bir da'vo emas. Aslida yana Uyg'ur zodi zulm ko'rgandan tortib butun Uyg'ur qaytilishi kerak edi, ammo bu ham iymon bilan munosabatli bir masala. Uning uchun men bu gapni qilmadim. Yo'q, bu men faqat o'zimning nimasini qilyapman. Ya, ammo men o'zimning nimasini o'tirib qo'yish haqqim bor.
Mayli. Arslan xato tushunib qolsa-mu, o'zining yetarli javobini bersa bo'ladi. Ammo Arslanni men bugun bir qancha kun bo'ldi tanig'ili. Ammo Arslanni men bir oy burun tanishim kerak va yoki 1 yil burun tanishim kerak yoki 10 yil burun tanishim kerak edi. Balkim Arslanni O'zininki shaxsiy fikr. bu mening shaxsiy fikrim. Men sizning savolingizni oyog'ida qo'yib qo'yaman. Ammo Alloh endi nisib qilgan bo'lsa-mu, Allohga çok shukr o'zimni dedi zodi. Yana nimening savoli, Abdullahning savoli yana deydiki, bu hozirgi holatda Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni, bo'layotgan mana shundoq Adil Mijiddek bir vatanda undaq bir siyosiy ishlar ko'p aralashib ketmasa-mu, faqat san'at ishlari bilan shug'ullangandek bundaq bir kishilarning tutilishi va vatandagi zulmni shu Arslan qarindishimizning og'zidan biroz anglab baqsaq demoqchiyam dedi. Umuman tushunganim shu. Yani benim göz karşımda bu yerdeki zulümde nemi şekilde tushuntirmoqchiman var. Men hozirgi zulmlarga nisbatan ko'z shuni o'zingiz og'zingizdan anglab baqaylik. Bundaq gap, men Avstraliyada tug'ilib cho'ng bo'lgan. Men vatanga necha qitim, yani her 3-4 yilda bir borgan birisi. Ve şu yerdeki işlerini bilip turman. Yıllık emas asli şu 7. ayning 5-idan keyin endi ba'zi insonlar xato tushunib qolmasin. Endi Sidneyda biz bir necha bola bir voqeadan keyin o'zimizning oldiga va shu yerga qarindoshlarimga bir Uyg'ur birlik darsxonasi qurgan. Bu Uyg'ur birlik darsxonamiz islom dinimiz bilan milliy faaliyetlerini hep yürgüzgen tok. Çünkü yani bu pek gerçekliğim yok. Üyedeki Sydney'deki kardeşimiz mim demekçi bu önemli düşündü. Üyedeki bazı ahvalların üzülüp yani milli davasına mimdeyimiz temsilen pek kimse olmadığını yani bize bizne hep çıkırdığan belki yani ümitsizlik ekildiğin bir vakalar oldu ve yani bir vakalar olsa yani boptu işte bop kaldı yani bari bizden yani liderler ben lider alo Anladım Abdullah qarindishim ovozini biroz qisib etsiniz yaxshi bo'ladi. Xo'sh, davom qilavering. Ben liderler diyen kelimenin işletkim yok. Kimsenin kişiye imkım yok. Ama şunun için yani pek imkımgan üyedeki zulümlerini bilgen etrafımdaki çevremge alnı tuğan ve üyedeki Uygur Birlik Dershanı o kıyındaşlığının ismini demeyim hazır. Lakin öz aldığımızda bir faaliyetini yürgüzatkan ve hazır mı yürgüzatmamız elhamdülillah biz küçük olsak mı bir işlerini kuvvetkan hazırken kuvvetimiz endi şuların arasında endi men aldığı çıkıp kuvvetimiz endi birinci kıtıma Uygur Birlik Dershanısı bundan bir sahnede ilinvatıdı. Asli 2010 bolsa yaklaşık 10 yıldan beri bu işler bu atıdı. Asli. Allah razı olsun. Amin ecmaîn. Yani men cık diyemeyim. Endi gipimizni düşendiniz endi. Cık nestegel bulmaydı. Shundoq men yaxshi tushundim. Bo'ladi, Xalmurat qarindishimning so'zini anglaylik, undan keyin sizni biroz tutib olganda qilamiz telefonni bugun. Bo'ladi, Xalmurat. Men qaysi hadis ekanligi yodimdan chiqib qolibdi. Sizlarning albatta diniy savodingizda hammangizlarniki mendan yaxshi deb o'ylayman. Bir hadisda bu yanıdan Müslüman bo'lgan birisi jangga chiqib shu kuni shahid bo'ldi ekanda. Shahid bo'lsa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buningki shahidligi hammasidan a'lo. Mana bugun musulmon bo'ldi, bugun shahid bo'ldi deb uni bugun shahid bo'lsa, bugun jangga otlanma deb oldini to'smagan ekan-chi. Bizga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ortiq ulgu yo'q deb o'ylayman. Shundoq bo'lgandan keyin hozir masalan bu davoyimizga mayli burun kirgan bo'lsin, mayli keyin kirgan bo'lsin, bundoq savollarning so'ralishining o'zi
Peygamber sallallohu alayhi vasallamning ulgisiga uyg'un emas bo'lishi mumkin. Albatta, ben ulamo emas yoki dinni, ben faqatla dinni bilimlarni o'zim keyin o'rgangan, keyin kitoblardan o'zim biladigan tillarni o'rgangan, asli tili bo'lgan arab tilini bilmayman. Şu xatoga qilib qo'ygan bo'lsam, bu yerda bu ustozlarninki va boshqa qarindoshlarning kechirib etishini, benim batıllıkımdan çıkan hatalıkını ötküzüp içine sorayım. Ama demekçi bu onun. Bundaq sual hemmizin kelishi mumkin. Ba'zi qarindoshlar bor, necha avlodda yoki bu da'voning ichida da'vo qilayotganlar bor. Avlodlar. Ya'ni ba'zi qarindoshlarimiz var, burun bu da'voda maxfiy holatda qatnashib, keyin yuzini ochib o'tganlar bor. To'g'ri. Ya'ni ba'zi To'g'ri. qarindoshlarimiz bor, burun hech qanday bu milliy da'voga aralashmagan, ammo bugun yoki tunugun bu da'vo qilingan qarindoshlarimiz bor. Menchi bo'lsa, bugun tunugun qilingan osh qarindoshlarimizni 10 yil burun, 50 yil burun qilingan qarindoshlarımizga o'xshash, ham hatto ba'zida uningdan afzal deb o'ylayman. Chunki biz eng muhtoj bo'lgan vaqtlarimizning o'zida bu qarindoshlarımızın o'rnidan turganligi bizni kuchlantirdi, bizning da'voyimizni kuchlantirdi. Shunga şu hazır, hatta bugün qatılgan ve qatılmoqchi bo'lgan şu niyatni qilgan shu qarindoshlarimizni men rahmetimni aytaman. İnşallah ularning savobini, ajrini Alloh taolo o'zimiz hassilab bergay. Demakchi bo'lganim, bundaq bir savolning so'ralishi mening shaxsiy qarashim qaragan chog'da bizningki milliy manfaatimiz uchun ziyonli deb o'ylayman. Chunki masalan men oldiga chiqmayotgan bir holatdagi odam bo'lsam, mening oldimda Ahmad, Mehmet, Samet deb 3 odam chiqqan bo'lsa, har birisidan o'xshash savol so'ralgan vaqtida ular burungi ishlarga nomus qilgandek bo'lsa, u chog'da men to'xta, uni qilgandan men yana hozirgi holatimda yashayveray deb o'ylab qolishim mumkin. Bizning shu so'rgan savolimiz boshqalarga ilhom bermay, aksi bizning tushunishimizga aks ta'sir qilishi mumkin. Men bu yerda hech kimni ayblamoqchi emas. Bo'ldi, Alloh razı olsun. Qarindoshim. Ya har qandaq ko'z qarshingizda o'tirib qo'ysangiz bo'laverdi. Abdullah qarindoshim ovozini sal qisibdan qapamay. Birinchisi bu savolda bu meningki fikrimda hech qandaq Abdullahninki mas'uliyati yo'q. Abdullahning mas'uliyati yo'q. Men faqat shaxsiy fikrimni o'tirib qo'ydim. İkincisi Sözümü koysam biraz hat oldu. Aslında Halmurat kardeşimin sözünü fakat anlamadım. Doğru mu yaxşı emas? Ya Halmurat sizga munosabatsiz gap qildi. Halmurat Ben keyin anlay. Aslan kardeşim telefondan yaxşı anlayamadı. Ama söhbət tügəndən keyin qayta bir közüm. Aslan kardeşimni sözümdən 5 edim ödedim. Her güzellik bizden aramızda geldi. Bizdenki aldığımızda yani bizim üstümüzde onu var. Yetekleyeleyden halette bir birimi var. Yaxşı salayetiga kardeşimizde işini mədəb bunu eskerttim. Ve dedim ki perde akısıda bir qanç yıldan bu yan hizmet kılıvatqanlıqıga ben gıyalet işini mədədim. Bula alet hizmet kılıvatqanlıq halette. Menimki fakat sualım şu oldu ki kardeşimizninki Şarkı Türkistan'daki zulüm yani Xitoy zalim hakimiyetining edib berayotgan zulmini qandaq ifodalaydiganligini men bilmoqchi. Ya'ni buni men Xitoy zalim hakimiyetining Sharq Turkistonda yurgizilayotgan zulmiga nisbatan mening fikrimda men kallamda ma'lum bir fikrlar hosil qilingan. Muhtemelen bunu texamu güzel bir şekilde niyet qilib, güzel bir şekilde kallamda ro'shan qilib olishim kerak. Bunun için Erhil bu dava şunda udur kelgan rehberlerimiz, xalq orasidagi yoshlarimiz Abdullah qarindoshim ovozingiz yana uzilib qoldi. Uzilib qoldi. Yani buni o kadar nima qilib ketishning hojati yo'q. Ya'ni ovozingiz uzilib qolyapti. Shuning uchun so'zingizni men birozdan keyin davom qiling. Ma to'g'ri toz yaxshi emas, to'g'ringiz toz yaxshi emas. Ovozingiz uzuk. Ovozingiz uzuk. Birozdan keyin so'z qiling. Bu hozir men birozning oldida qayta takrorladim. Butunlay mening so'zim debchi. Balkim bu yerda asli biz kichik bir narsa kirkityapmiz aslida.
Masalan, şahsen men mayli Xalmuratni 10 yil burun ko'rishni xohlaydim. Bu mening shaxsiy fikrim, qarindoshlar. Masalan, men 10 yil burun yig'laydim. Sizlar 3 yil bo'ldi. Ya'ni birisi 20 yil burun yig'layotgan-chu. Bu yerda bizning haqqimiz borki, bu yerda yana 100 minglarcha demay, eng yaxshisi 10 minglarcha dey, 10 minglarcha inson bu davoda emas. Hamda u davoda emas bo'lishi albatta uningga biz gunoh yuklamaymiz. Va yoki Xalmuratdek yoki Abdulladek yoki Arslandek bu maydonga bir qancha yil mobaynida kelaydi. Ammo hozirgacha kelmayotgan nurg'un inson bor. Men nech qitim har qitimliq suhbatimizni takrorlayman. 400 ga yaqin doktorimiz bu davoning ichida emas hozirgacha. Masalan, Uyg'urlar ichidan chiqqan. Bularga tanqidlash yuzidan, bularni bu davoga akilish yuzidan bizning majburiyatimiz bu. Uning uchun men butunlay shaxsiy itimga bularni chaqirish uchun, bularni texmi kechikib kelmaslik uchun bu farz ayinga aziz qarindoshlar. Biz ham biroz din o'qidik, bilamiz. Hicret qilish bilan Medine azat bo'lishdan burun, Makka azat bo'lishdan burun imo etganlar, hicret qilgandan keyin xizmatga chiqqanlar, qilmagandan keyin xizmatga chiqqanlar, qachon kimning qayerda qandoq boshlaganligi bu muhim. Faqat men uni o'ylamadim. Burun xizmatga tushmagan bo'lsa, qarindoshlar, uningda mening hech qanday tanqidlash huquqim yo'q, mayli Arslan, mayli Xalmurat. Ammo bu qarindoshlar, men bu ishkiranni ochgan 2 yil jarayonida o kadar ko'p inson mening suhbatimni nim qildi. Ya'ni nima deymiz? Qabul qilmadi. Qabul qilmaslikka sabab uningki vaqtining yetishmaganligi yoki so'z qilinmaslikka emas. Yoki boshqa sabab emas, faqatla men hozircha tuttiray va yoki urug' tuqqanlar masalasi yoki u bu degandek nurg'un insonlar keyindan kelgandikin, demakki men Ahmet Egenberdi efendimden mi sordum, bizimki çoğunlarımızdan bugünkü siyasi meydandaki Uygurlar uygandı mı degan sualga bizning çoğunlarımızdan bir qanchasi tek Uygurlar uyganmadi, yani chet ellik Uygurlarni ko'z tutyapti. Uyganmadi deb javob berdi. Uning uchun mening ishimdimi bir dard bor, mening ishimdan bir narsa bor. Bütün qarindoshlarning bu da'voga bir an önce, yani biroz burun, texmi burun, ati emas, hozir emas, tunigun kelish kerak edi deydigan mandaq bir mening shaxsiy bir ishimda bir narsa bor. Uning uchun men abay a so'zni qildim. Bu mening butunlay shaxsiy fikrim. Ammo ki Xalmurat qarindoshimni xato tushunmasin, bu yerda uning shahidligi, uning yangi imo etishi va yoki uningki bu xizmati bilan bir amal yarab qolsa Allohga 10 yil burun, 20 yil burun xizmat tushib ketganlardan burun cennet kirkitishi mumkin, uningdan cho'ng savob elishi mumkin. Bu yerda hech qanday bir zid kelmaydi. Faqatla so'zimning xulosasi, Uyg'urlar qarindoshlarim, bir minut bo'lsa-mu baldu bu inqilobga kiringlar, baldu bu farz ayinni to'liqlanglar. Gunohkor bo'lasizlar. Chunki olimlar buning fatvo pichbuloqlik, farz ayin Uyg'ur davosini qilish. Qechib qutulolmaysiz. Qiyomat sizning urug' tuqqiningizning tutilishi, tutilmasligi bilan munosabati yo'q bu ishning. Zada shu Xitoy zolim fashistlari Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan kundan tortib bu farz ayinti asli. Ammo uningdan keyin bugungi kunda bizning oji singillarimizni dafsanda qilg'ichi qadar keldi. Bugun taxmi farz ayin, bugun 10 qitim, 100 qitim farz ayin bo'laversa, buningga insonlarning kelmasligi albatta qiyomat kuni bizdan mi so'raydi, sen dinni o'qib degansiz, hadis o'qib degansiz, oyat o'qib degansiz, nima ish qildingmiding, mas'uliyatini deb. Bo'lmasa bizning nimkorimiz deb yuraversak bo'ldi. Ammo bu yerda Alloh bizga farz ayin qilgan bu da'voga kelinglar demoqchiman. So'zim tugadi. Xo'sh, so'z sizga kelsin qarindosh. Man keldimi? Xo'sh, sizga kelsin. Aka men istemek nimiş için, çünkü ben nurgun dava ketilmagan, hatta belki uzak duran insanlarni ben şu Me Too hashtag'da ko'rdim rasmlarini ve hayran kaldım. Şu qarindoshimiz kelib qapti da. Allah razı olsun. Men ishinaman ki vallahi men buni ishinaman. Har bir Uyg'ur ketilmagan taqdirda cho'qim o'zining chet ellik arkadaşlar nimalarga cho'qim anlatıyotdi, o'ziga tushunib ishini qilyotdi. Gerçi biz ko'rmasakmi, ama yana bir o'zilgan ish bizda bir tal. Çünkü kaçanlar hatta ma projenin başlayan çağda neçe yılın yakı küratımız birisi bir proje başlayan çağda çokum zıt bir taraf
bo'yatudu bizning o'zimizning ichida. Shuningga bizda bir xil deymiz ümidsizlik bo'ldi. Tamam ma adam chiqdi. Bu adamni qachon tushirdi? Bu 6 ay yarım yıldan keyin bu nima bo'lib ketdik. Kitadi hatta Rabia Qodir onamizga til tekkizganlar chiqdi. Ya'ni biz bir türlü xalqimizni razı qilmayotimiz ya razı bo'lmayotimiz. Dalay Lama'dek temsilen bir kishini hammadan bunda o'rtaq nuqtada o'zimiz liderlarimizni qo'llamayotimiz. Deb qarayman ve shu ichidagi abay degandek ushaqchilik mesela Me Too davosiga voy biz xuddi Xitoydan yalvargandek yani anlatabiliyor muyum? Demek ki yani bir nimemiz yok, birbirimizi desteklemeyiz. Boldular, yani bir üzüldüğün işler bulduğu dep mesela üzüldüğün işler buluvergenden keyin hem de üzemning davasını üzem kılayım da üzemning aldırını nim kılay da birkaç oylab bu iş akmay kalsa degandek şununla çıkmadı dep oylayman. Elbette, to'g'ri. Nurg'un masalalar bor. Bo'ladi, agar qaytib qo'yadigan so'zingiz bo'lsa, qaytib qo'ying. Bo'lmasa men telefonni bu yerda oyoqlashtirman. Allah razı olsun. Sohbatimizni davom qilamiz. Bo'ldi. Anga ketib qo'ygan so'zim hata dava yok. Yani bir kişi anlat yani özümüzdeki iş yerideki insanlara anlatış üçün mü? Aşı mı özü güçlük bir iş. Hemimiz BBC'nin aldığı çıkıp gap kıpılamayız. Hemimiz namaç çıkıp bulamayız. Hemimiz niyem kıpılamayız. Yani kılar yansı davaba yeter ki kıvatkan davalarımız Xitayga karşı olsun. Bir-birimizga bo'lmasin. Son sözüm bu. Rahmet. Rahmet sizge. Allah razı olsun sizden. Amin. Ağını sohbetten anlı bilen. İnşallah Teala. İnşallah rahmet. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Abdülaziz kardeşim, Halmurat kardeşim. Rahmet Allah'a emanet. Aldı bilen ben Halmurat'tan keçirim sorayım. Mesela her kıtımlık programmada biraz ben programmınınki en dikkat kıldığım normal adetdeki sohbet bo'lib qilishni qat'iy xohlamayman. Şun bazen gaplar qalayimqan gaplarni qilib qo'yman. Shuning uchun meniki programmalarımda ko'rdiganlar ko'p. Nemish qilsa ancha muncha jidal qilib qo'ydigan yerlarimiz bor. Ammo men bugungacha bir ishni qilolmayapman. 2 yildan beri bir ishni qilolmayapman. Qaranglar hozir masalan biz bu biraz tartışkanlığı yağı derhal adam sanım köpeyip gitti. Hem de bu insanlıkta bo'lgan bütün millette. Misal bir ishni qilolmayapman. Yoshlarımızın arsida tartışadigan, o'zimizning shaxsiy fikrlarini o'tirib qo'yadigan, munozir qilishadigan bir programmani hozirgacha ro'yobga chiqarolmadim. Uni bilan ko'rishib baqdim, buni bilan ko'rishib baqdim. Chunki insonlarning fikrining o'xshash bo'lmasligi kerak-ku aslında. Mesela siz o'zingizning fikrini o'tirib qo'ydingiz, men mi qo'ydim? Nemishqa hammadan o'xshash fikr qilamiz bu yerda. Bu bir xato avval. Allah bizni o'xshamaydigan fikr qildigan qilib, o'xshamaydigan ko'z, o'xshamaydigan quloq, burunlar hech yerimiz o'xshamaydi bizniki masalan. Ama umuman insonga o'xshasaqmi, ammo har birimizda o'xshamagan chiroylar bor, o'xshamagan so'z, o'xshamagan munozirlar bo'ldi. Bu bo'lmaganlik uchun millatda darhol g'iybat qildigan, shikoyat qildigan, uningdan keyin bir-birimizni haqoratlashadigan, hozirgi mush fitna fasodlarninki asosliq manba nimalardan birisi nima desa, ochiq ikrarlarda mustaqil fikrlik insonlarninki umumiy munozara qilmasligi yoki bunda bir faoliyatning bo'lmasligidan bir-birimizning keyindan qabulab, tillab fikrimizni anlatib ololmay bir-birimizga degandek. Shunga men sizning fikringizga qat'iy hurmat qilaman Xalmurat, uning uchun kechirim so'radim. Ammo sizdan kechirim so'rayman. Yo'q. Çünkü hoş. Hemen desem bence Uygur yaşlarınınki yoki Şarkı Türkistan yaşlarınınki böyle korkudan başka nersimiz yok. Bizdenki atom bombası yasaydigan texnikimiz yok. Bizdenki neçe 100 milyonga bir ton aeroplanı satib olgandek hisobimiz yok. Bizdenki onda kural yaraklarını etkisi onda kılalaydigan bir to'g'rimiz mi yok? İctimai münasebetimiz mi yok? Ama bizde bağlı bay sizlige o'xshash, bizde bağlı o'xshash niyat, o'xshash maqsad ve yangicha bo'lgan ishlar. Mana bu Xitoyni hozir eng qo'rqitayotgan, eng kuchlayotgan narsa hozir.
Rahmet sizga. Rahmat. Undan keyin Abdulla Aziz Boshqa Qirin gap qilmay. bo'ladi. Abdulla Aziz qarindishimizdan kechirim so'raydi. Savolining orasiga o'zimning shaxsiy fikrini qaytib qo'ydim. Kallamga shu gap qilib shuni uningdan kechirib boshqa savol so'rasa men fikrimni qaytib o'tib shuning bilan delo biroz murakkablashib ketdi. Abdulla. Siz ovozni ichib o'ting Abdulla. Xo'sh. Hech qisi yo'q. Rahmat. Yana nimaninki Arslan Hidoyat qarindishimizni inshaalloh yana kelgusi zamonlarda ishkiranda ko'rsak, paranlasak bo'ldi. O'zining qalbidagi dedi, rost degandek ayni zamanda oqisabda xizmat qilayotganlarni yiqitib etgan avvallarmi yo'q emas bo'ldi chet el muhojirlar hayotida. Nurg'un davlatlarda nurg'un yoshlar chiqdi, nurg'un tashkilotlar qurildi, uning peshiga dastlab yo'q qilib etgan ishlar bo'ldi. Biz xalqimizning bo'linib ketmaslik uchun, texmi fitnalarning o'tirib chiqmaslik uchun biz buni bugungacha yoshirib kelamiz. Ammo bu ishlar davom qilsa albatta bir qanchisini oshkorlaymiz albatta. U chunki bu yerda mukofot jazo deydigan bir narsa bor. Buningdan keyin shunday chiqqan yoshlarni, aktivlarni, xalq harakatini besib o'tma, yo'q qilma, qarshi chiqaman desa, sen burunmi mushta qilganding, ammo buningdan keyin unda qilolmaysa deyish uchun ba'zan shaxslarni, ba'zan tashkilotlarni oshkorlab o'tishimiz mumkin. Bularning ziyonkashligiga uchqigan qarindoshlarimizdan birisi ekan. Abayq so'zdan men shuni tushundim. Ayni vaqtida 2011 dan tortib shu birlik tashkilotlarini qurdik, xizmat qildik, ammo ba'zan bir umutsizliklar tufayli biz maxfiy holatda yoki ba'zan xizmatimiz to'xtab qolgan avvallar bo'ldi dedi. Demak, bu avvallar jamiyatimizda mavjud, ammo bugun inshaalloh yoshlarning jiddiy chiqishi bilan buni bostiradigan kishilar burunqidek kuchli tashkilotlar yoki shaxslar yo'q hozir. Inshaalloh har qanday bir shaxs bir maydonga chiqib bir ishni qilaman desa, media tashviqotimiz bor, uni qo'llaydiganlar bor. Qalmurod qarindishimiz, Abdulla qarindishimiz, Quzzat qarindishimiz o'xshagandek maydonga chiqib bir ishni qilaman deganlarni qo'llaydiganlar nihoyat kuchli chiqib o'tadi. Unda bizningki vaqtimiz bir yerga berib o'tadi. Bu nimaninki oxirini qaysi tema bilan oxirlashtirsak ham yaxshi bo'ladi. Bugun oldirab ba'zan savollarni men vaqtida nim qilolmay qoldim. Qalmurod qarindishimizga men so'zning oxirini bersam, yana abay so'ramoqchi edim, ya'ni bu xizmatni, ya'ni bu Meteo Uyg'ur harakati buni kichikkina ichib biramsiz? Nihoyat az bir ichib biram, undan keyin buni qanday, bundan keyin taxmi qaysi shaklda ilib boramiz, qanday gullantiramiz, buni paranglashaylik. Yani inglizce bilmeydiganlar bor, buningki ma'nisining botiniy ma'nisini bilmeydiganlar bor. Yani bunun asli nimani maqsad qiladi bu programma? Buni biroz ichib biramsiz? Bo'ldi. Qisqa desam, aldalar Meteo Uyg'ur degan gapniki so'z ma'nosini aytgan vaqtimizda bu butunlay Uyg'ur tilidagi manmu Uyg'ur degan gapniki bevosita ingliz tiliga Uyg'ur tilidagi so'zlarni chiqarib tashlab, ingliz tilidagi so'zlarni qo'yish bilan shakllangan bir so'z. Ya'ni Uyg'ur tilining grammatik saqlanib qolib, uningdagi so'zlar chiqarib tashlangan. Ya'ni man deganning o'rniga ingliz tilidagi me, ya'ni man degan ma'noni bildiradigan, mu ya'ni ingliz tilidagi bu degan ma'noni bildiradigan tu degan gap qaytilish bilan shakllangan Uyg'urni Uyg'ur deymiz ingliz tilida. Shunda o'g'alik manmu Uyg'ur deb bu shakllangan. Biz buni burunla deyishib bizning guruhdagi finlandiyalik qarindosh, men finlandiyalik bo'lgan qarindosh deb qo'ydim endi. Finlandiyalikka bizningki do'stlarimiz bilan birga. Ammo bu orqali qachon qanday bir faoliyat qilish to'g'riliq biz munozaralashib o'ylashyapmiz. Shuning bilan jiddiy bir yig'in chaqiriblar. Manda qilsak bo'g'dak Abdurahmonga manda qo'yildim dedim. Ularni o'ylashmaylar degandek bo'ldi dedi. Shuning bilan biz buningki plan loyihasini tuzishga boshladik. Plan loyihasini biz ostidan boshlab tuzdik. Qanday bo'lgancha masalan natijasi qanday bo'ldi? Birinchisi bo'ladi bo'lmaydi deganga o'xshash. Yana birisi bo'lgan chaqda
qandaq bo'ladi? Yaxshi tarafida bundaq bo'ladi, yomon tarafida undaq bo'ladi. Deganga o'xshash ostidan boshlab analiz qilib akab, ha, unda bo'lsa biz mavi qadam bosqichni bosgan vaqtimizda bundaq natijalar bo'lishi mumkin. Deb masalan, buning ichida o'ylashgan mazmunlarning birisi agar Mitu Uyg'urga boshqalar qo'pib Anarxon degan odam, Anarxon ismli oshxonning yeniga Alimxon deb oshxonni oshxonga o'xshash bir narsani o'ttirib qo'yib turmasdan baqilmaymiz deganlarni biz o'ylashgan va ayg'ida joyillik bilan turib buni amillashtirishni qarorini olgan. Shunda qildik. Ayg'id natijasi yaxshi bo'ldi. Albatta buni natijasini birinchilab Alloh taolo egimizningki bir mo'jiza deganga o'xshash yordami bilan bu amalga oshdi. Undan qalsa bizning 2017-yildan boshlab qilayotgan ishlarimizninki yig'indi natijasi deb o'ylayman. Nima shunday o'ylaymiz degan chog'da 2017-yili 4-oyda, ya'ni aprelda mening opamni, Turpanda opam deymiz, boshqalarda onam deyish mumkin. Opamni Xitoy hokimiyati yig'ib olish lagerlariga sulib olgandan keyin men bu ahvolni yoshirin holatda boshqa mishadagi o'zim ishonadigan Finlandiyalik do'stlarim degan edim. Bular orqali biz o'xshamaydigan yerlarga berib, yoshirin holatda opamningki va boshqa qarindoshlarning da'vosini qilgan bo'ldi. Shuning bilan bu bir do'stlik shakllandi. Bu bizning guruhimizning shakllanishiga asos soldi. Chunki bultur 2018-yili yilning 5-idan boshlab men chechimni tushirib etib boshlagan bir faoliyatim bor. Ota-onamni qo'yib atganda Free My Parents deb uning bir hashtagini loyilab qolgan. Shu faoliyat andan keyin boshqa chet elliklarni Xitoy konsuliga xat yozib, Xalmuratning otasi qana? Men bu yer qistirib etsam 2018-yil yanvarda, ya'ni 1-oyda otamdan tutib ketgan edi. Va otasidan opasi qana? Milyonlagan Uyg'urlar, qozoqlar qana deb xat yozgan 70 necha particha xat 20 necha davlatdagi Xitoy konsullariga sunilgan edi. Bu faoliyatlar andan keyin erkinlik karvoni jarayonida 9 davlat ko'rib, o'xshamaydigan davlatdagi qarindoshlar bilan ko'rishib, tunishganligimiz va Turkiyaga bir qancha qatam berib, xalq hareket to'g'riliq leksiya so'zlagan bo'ldik. U yerda qarindoshlar bilan tunishgan bo'ldik va to'g'rida boshqa qarindoshlar bilan bevosita ko'rishmasakmi, do'stlik munosabat o'rnatib, o'xshash ishkanligimizni, bir ishni qilish, shaxsiy munosabatimizni turg'izganligimiz buningki muvaffaqiyat qozonishning yana bir sirlaridan birisi deb o'ylayman. Ya'ni bizning aql ombirimizning shakllanishi 2017-yildan boshlangan. Bizning ommaviy asosni tiklishimizning o'zi 2018-yilning 5-idan boshlangan. Ya'ni Uyg'ur xalq orasidagi ommaviy asosni tiklishimiz. Bularning hammasi yig'inchaqlishi andan keyin bu harakatning muvaffaqiyat qozonishiga bir omillarning birisi bo'ldi desak, shunga buni tushuntirsak, bu ya'ni Uyg'ur dastlabdan boshlangan maqsadimiz Uyg'urlarningki, ya'ni Uyg'urlarni o'z ichiga olgan Sharq Turkistonliklarningki milliy manfaatiga xizmat qilish. Bu bizningki torbatimizda yoziqli. Bizning maqsadimiz Uyg'urlarningki, ya'ni Sharq Turkistonliklarning milliy manfaatiga xizmat qilishdir. Buningki siyosiy va boshqa narsalar to'g'riliq demagan. Shu maqsadda olib berilgan va bizning milliy manfaatimiz eng cho'ng ziyon uchirmoqchi bo'lgan vaqtda o'ylab topgan ishimiz bilan buni boshlagan va xalqimizning bu qayta haliga bordi, balki ko'rgan qarindoshlar zerikib qolishi mumkin. Shunga astag'firullah. Men bu yerda to'xtay, gapni so'zlash fursatini Abdulla qarindishimiz bersak, men biza charchab qoldim. Shunga 10 taraftor oldi orqa so'zlab qolsam, qarindoshlarning to'g'ri tushunishini umid qilaman. Zade degandan beri siz bir qancha kanallarda so'zlaganligingizda mening xabarim bor. Ya'ni charchash bor, ammo so'zingiz to'g'ri chiqyapti, ya'ni hozircha bir xatolik yo'q, ya'ni yaxshi. Mas Abdulla qarindishimizga men so'zni bersam, Abdulla qarindishimga ya'ni bu xizmatni qanday cho'ngaytish planingiz, ya'ni bu mayak illiqlik harakatini men buningga nihoyat umidim bor. O'tgan qaytimda dedim, shuni ishkironimizni bir yaxshi tashviq qilgan bo'lsak deb uning yog'i bir vaqt chiqarishamay qoldik. Buni aslida bizning millatimizdan boshlasak bek yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Bu qo'y so'yish masalasi, qarindoshlar bir narsa taqitish masalalarida bu Turkdan ilinyapti yoki bizning Uyg'urlardan
saxovat Uyg'urlardan qilinyapti. Bu yerdan kiraylik masalaga. Endi deganimdek bu saxovat ishiga men asli buni asos harakatim emas, balki yondashma bir harakat deb tutilgan va shunda elib borgan edim. Deganimdek ki faaliyetimizde ilgili hareketimde ma'lum bir yerlik Türk qarindoshlardan bir grup şekilde elip algan bunu. Ve o vakitte Türk qarindoshlardan kilitdi. Endi men u yerdan biraz rol u yerdan ümitsizlik u yerdeki bizniki davaga un yağ arkalık monopol qilishni ibaret bu xil bu maqsadga biraz bu nis qilgandan keyin buni sezgandan keyin biraz ko'nglim yerim bo'lib o'zimiz ishni o'zimiz qila olmaymizmi degandan bu savol meni kundan kunga qiynab yenib chiqqan bo'ldim, tashlab chiqqan bo'ldim. Undan keyin Uyg'ur qarindoshlarimizni cho'qim bizni qo'llaydigan maqsaddan chiqqan edik. Bizni asosi hozir qadar qo'llab kelayotganlar Uyg'ur qarindoshlar bo'lyapti. Qo'llaganlarga asosan men yordam qilaman deganlarga bizningki faoliyat turlarimizni so'zlayapmiz. Masalan, yetim bolalarimiz o'qish qurollari ehtiyojlar. Yetim bolalarimiz var, kitlelerine ihtiyaçlar. Mana muşul yoki ihtiyaçlar ailelerimiz var. Yardım ihtiyaçlar hemşirelerimiz var, yardım ihtiyaçlar. Mana muşkul ahvalda qanday bir yardım berishni loyiq ko'rasiz degan vaqtda ular yoki qo'y so'yib beradi. Tamam, bunda bo'lsa planiga o'zingiz bir tal qo'ynimizga kelib berasiz yoki so'yg'izib berasiz. Degandek, ya'ni shu xizmatni o'qishimizga kelib, o parda aqsida bizga taqsimlab bergandan keyin biz tarqish xizmatiga mas'ul. Ya'ni yoki yetim bolalarga bir narsa olib berish maqsadim bor, o'qish qurollari olib berish maqsadim bor. Degandan keyin amiz 50 bolaga olaman desa, 50 bolaga olib bo'lmayman, 5 bolaga olib beray. 5 bolaga olib beray keyin birisi 5 bolaga olib beradi, birisi 10 bolaga olib beradi. O'qish qurollarini o'zi elib bizga akagandan keyin biz ayat qilib buni tarqish xizmatiga qilyapmiz. Mush yaqinda bizdagi rahbarlarimiz, cho'nglarimiz bizni qo'llab ba'zi Türk saxovatchilarni bizga evet qilyapti. Bunlarimizni beryapti. Ishonch, Alloh razı olsun. Bu hozirgi vaqtlarda biraz Türk saxovatchilarmi ma'lum bir yordamlarni qilyapti, uzilmay kelyapti. Ularning o'qish faoliyatlari bilan bizni qo'llayapti. Endi buni bir alayda aktiv alayda qilish nişanım yoki g'oyam deganimdek yo'q. Buni men chunki buni bir fond yoki vaqti manguga qadar yetimlarga qarash o'rni maqsadim yo'q. Chunki ishlayman dedim. Faqat xalqimizga qarmoq berishni o'rgatib, qarmoq berib, biliq tutishni o'rgatishni iborat bir maqsadim bor dedim. Demak, bu bir vaqtincha bir o'rin bo'ladi. Qarindoshlarimizningki Alloh xolasa biz qiyinchilikni hal qila olmaydigan darajada qarindoshlar yo'q. Biz hamma oilaga bir kirib, ularning ehtiyojini qamdab turib, ularningki o'zining kuchi bilan o'zining ehtiyojini qamdagudek bir sharoit yetib bo'lgan qadar Alloh xolasa biz ularning qishida bizning ishimiz 5 yilga qadar biz bergan unni yesun, biz taqatgan yog'ni issun deydigan bunda nişanımız, bunda gayemiz yok. Allah sağolsun. İnşallah bir yıl kadar içinde yoki bir 2 yıl kadar tez fursatda o'zininki kuchiga tayinib, o'zininki ehtiyojini qamdagudek darajaga millatimiz, xalqimiz, hemşerilerimiz kasgan degan umidimiz var. Mushu maqsadda taxmi tez ishlarni, taxmi tez faoliyatlarni, taxmi tez turlarni qo'shib harakat qilishimiz kerak deydigan mana shunda talabim o'z-o'zimga qo'ygan shunda talabim bor. Albatta qarindoshlar mumkinmi? Shuni hamdan bo'lganlik ishini meni fikriy jihatdan, mayli yo'l ko'rsatish jihatdan, mayli to'g'ri xatolarimizni ko'rsatib qo'yish jihatdan degandek Alloh razı olsun qilib har vaqt bizni qo'llab kelyapti. Birazdan keyin men o'xshash savolni sizdan so'rayman. Bu mening oxirgi savolim bo'ladi. Xalmurod qarindishimizdan so'rayman. Xalmurod, bu harakatga nisbatan va buningdan keyin qiladigan harakatlaringizga nisbatan xalqimizdan, qarindoshlarimizdan, chet eldagi muhojirlarimizdan ya bizdan nima kutasiz? Buni bu sizningki oxirgi savolining javobi bo'ladi. Xalqimizga nisbatan qanday bir umidingiz, talabingiz bor? Buni sizdan anglab boqing. Talep yok, talep var değilse birbirimizge mehr, muhabbet, muamele kılışımızı
qarindoshlardan iltimos qilaman. Bir mushtaqda hammamizningki yuragi Xo'sh. jarohatlanib bo'ldi. Bizning hammamizningki mayli lagerda qarindoshlari ichiga so'langan qarindoshlarimiz bo'lsin, yoki maqas hech qanday qarindoshi lagerda bo'lmagan qarindoshlar bo'lsin, bir Uyg'ur, bir Sharq Turkistonlik bo'lish bilan biz hozir psixik jihatdan, ya'ni ishki zarbi jihatdan eng ojiz holat, tariximizdagi eng ojiz holatlardan birisida Shunaqa. yashayapmiz. Shunday bo'lgan ekan, bir-birimizga texim yaxshi muomala qilaylik. Bir-birimizga texim yaxshi gaplarni chiqaraylik og'zimizdan. Chunki shunday bir tabliğni anglagan edim. Xo'sh. Shu tabliğda deyilgandek odamni Alloh taolo o'zimiz yaratgan. Odamning qalbini qirishning o'zi Makka mukarramdagi Ka'bani yiqitgandan ig'ir gunoh degandek. Albatta buning to'g'ri yoki xatoligini bilmayman, ammo shu tabliğdan shunday yordamlik etgandik. Biz hozir shunday zulm ko'rib, eng ojiz holatda vaqtimizda bir-birimizga muhabbatli boqsak, bir-birimizga buğday nerimiz bo'lmasmi, buğday so'zimiz bilan muomala qilib gap qilsak, Xo'sh. yüzümüzdeki kibirni, yüzümüzdeki men andak yuqori yakmay qalsa, men andak o'qigandim, men ayni vaqtda muncha millionni EB'ga faqratgandim deganga o'xshash, yakmay qalsa men muncha alik odamni o'qitgandim deganga o'xshash va yoki boshqa shuningga o'xshash o'zimiz shakllantirib olgan muhim pashtoqlarning ustiga chiqib olib, o'z xalqimizga qarashni tashlasak va bir-birimizga to'xtam men mani bilaman, senin aqığının andaq günah, maqığının mundaq günah deb, onunğa muhabbetlik holatda tushuntirishning o'rniga darhol uni ayıplab dozaqi yoki undaqi bundaqi deganga o'xshash, hatto odam bilan Allohning orasida bo'ladigan iymon masalasi, aqida masalasiga chap kelib olib, bu musulmon yoki emas deganga o'xshash gaplarni qilib bir-birimizga zarba bermasligimizni qarindoshlarimizdan o'tinaman. Ya'ni Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan vaqtida, ayni vaqtda Sobit Damolla bizningki birinchi, ya'ni bu 20 va 21 asrdagi davlatchiligimizningki otasi bo'lgan, bizning shahid bo'lgan Sobit Damollamiz la o'tir qo'ygan balki milliy makkur bor. Makkurning ichida birinchisi islomiyat, ikkinchisi azodiyat, uchinchisi adolat, to'rtinchisi bo'lsa iqvoniyat. Buning ma'nosi birinchisi biz hammamiz musulmon, albatta islom. Ikkinchisi azodiyat, hurlik, erkinlik. Andan keyin adolat deganimizda odillik, barobarlik, bir-birimizga barobar odil muomala qilish. Iqvoniyat deganimiz qarindoshlik. Biz shu vaqtlarda ashuni o'ttirib qo'ygan, ashu ota-bobolarimiz mush kungacha ashuni ko'rib ketgan. Ashuni biz hozirgacha davomlashtirsak bo'ldi. Biz hozir yana iqvoniyatdan deganim, yana qarindoshlikdan voz kechib deganligimiz bakcho'ng gunoh o'tkazganligimiz bo'lib hisoblanadi. Bu ham bizning milliy manfaatimizga cho'ng ziyon olib keladi. Hozirgi bosqichda birlashsak, ittifoqlashsak, bir-birimiz bilan fikr farqimiz yoki maqas ideologiya farqimiz bo'lsin, to'xta umumiy Uyg'ur, umumiy Sharq Turkistonlik deb o'zimizning milliy manfaatini chiqish qilgan asosda bir-birimizga nashtar qilmasak, burundan tortib gapga davatgan gapim bizning yerindigan jarohatimizni shumaq bilan tilg'imisak bir-birimizningini, bu yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu meningki o'zimning xalqidan kutadigan eng cho'ng narsam hozir. Boshqa narsa kutmayman. Rahmat sizlarga xalqim. Allah razı olsun. Qarindoshlarim, rahmat. Rahmet. Abdullah Aziz qarindishimizdan o'xshash savolni so'rasam, xalqimizdan, qarindoshlarımızdan, muhojirlardan sizning xizmatingizga nisbatan nima kutasiz? Nima talabingiz, nima fikringiz bor? Shuni anglayman. Endi bu savol bizga biraz bizni cho'chitgan bir savol bo'ldi bu. Chunki biz qilayotgan xizmatimiz vatanimiz da'vosi, Uyg'ur xalqimizningki da'vosi, Uyg'ur xalqimizningki yarisiga kichikgina malham bo'lolmag'idek darajadagi kichik va oddiy
bir ishlar. Ammo bu taqdimizdan yetish qilayotgan bu ishlarmi nihoyat oddiy, nihoyat kichik bir ishlar. Bu ishlarni qilib turib biz xalqimizdan yoki millatimizdan bir narsa talab qilish yoki salohiyatga hech mansub emasmiz. Shundoq bo'lsa-mu xalqimizdan albatta o'zimizni bilmagan asosda duo qilishini, duo berishini talab qilamiz. Qisqacha men bu taklif talab shaklida emas, balki fikrim shaklida qistirib o'tib ketadigan bir masala. Ana bu Sharqiy Turkiston davosi cho'ng bir kategoriya. Bu har xil turni, har xil bosqichni va har xil qadamni o'z ichiga oladi. Masalan, buningki bugun biz Sharqiy Turkiston davosida Xitoyga qarshi ajallik zarba bergan bugungi hozirgi vaqtimizdagi zarbimiz axborot bilan, ya'ni MeToo degan shu axborot bilan bo'ldi. Shunga o'xshash guvohlik berish yoki bugungi faoliyatga ovoz qo'shish qatorliq bu xil ishlar Sharqiy Turkiston davosi kategoriyasiningki axborot bo'limi ve shuningdek mayak illik hareketi faaliyetim bo'lsa Sharqiy Turkiston davosiningki omu nayt kichik, nayt addi bo'lgan bir sosyal ijtimoiy yordam qismi ve shuningdek siyosiy qismlari bo'ldi, rahbarlik qismi bo'ldi, har xil tashviqot qismlari ve onundan başka diplomatik kısımları, nurgun kısımlar bulundu. Ve bu kısımlar Sharqiy Turkiston davasının hiçbir qaysi ayrılıp kalışqa bo'lmaydigan, birisinden muhim, birisini elip mengip, yani birisini taşlap qo'yish hargiz bo'lmaydigan bir mesele, bir nokta. Şunun için qarindoshlarningki bu xil Sharqiy Turkiston davosiga bu xil ko'z qarash bilan qarab, bu xil fikr bilan davoni elib berishga, buni kuchaytirishga albatta tirishish kerak. Masalan, axborot sohasini elib borgan kishilarimiz albatta sosyal ijtimoiy qismlarni muhim deb bilish kerak ve buni biladi deb o'ylayman. Çünkü mesela mendan so'raganlar bo'ldi. Sizlar siyosiy faoliyat qilayotganlar, yaxshi bir ziyoratlarni u partiyaga elib berib dardimizni anlatyapsizlar. Najab unyoq tartish tushib ketibsizlar deb so'raganlar bo'ldi masalan. Derdinler unyoq bo'lib qolibdi deb ig'irroq desa deganlarmi bo'ldi. Shunga o'xshash biz siyosiy faoliyatda diplomatik, yani bizningki normalde elib berayotgan bu ziyoratlarimiz davoyimizningki diplomatik qismlari bo'lishi mumkin. Siyosiy partiyalar, ijtimoiy tashkilotlarni berib ziyorat qilish, ular bizga ovoz qo'shgan bo'lsa, ularga rahmat bildirish, ular jim turgan bo'lsa, ularni o'zining mas'uliyatini ado qilishdan iborat bu ziyoratlarni elib berish. Diplomatik qismlari bo'lsa, albatta bu diplomatik qismlarni elib berish bilan biz hargiz mag'rurlanib yoki buning bilan qanoatlanib qolmaymiz. Albatta ko'z oldimizga ko'rashlarimizdan ehtiyoji bunu muhim deb qarashga tegishli deb o'ylaymiz. Va shundoqla axborot sohasidimi qo'limizdan qilamiz. Agar biz qilamiz bo'lsak, mana Xalmurat qarindishimdek axborot sohasini seferberlik bilan elib berayotgan qarindoshlarimiz albatta mutlaq qo'llaymiz deymizki, bu Sharqiy Turkiston davosi hargiz men elib qolgan diplomatik o xil yo'llar bilan bo'ladi. Bu axborot metodlar bu albatta internet xato bir shakl. Hattoki bugun his qilaman Sharqiy Turkiston davosi kategoriyasi ichidagi axborot bo'limi ichidami yana bir xil bölümünçilikninki. Baş his qildim. Masalan, xalq bilishni ayrim bir hukum. MeToo Uyg'ur degandek ma kompaniyani yana bir ayrim hukum bilgan qarindoshlar bor. Hargiz ikki narsa emas. Bu muhim bo'lgan bo'lsa, mana shu kompaniya uningdan o'xshash muhim bir hukumdur. Chunki u Sharqiy Turkiston davosi kategoriyasi ichidagi o'xshash bir bo'lishda, ya'ni axborot bo'limi. Bu qarindoshlar albatta shu MeToo kompaniyasi albatta shundan muhim deb qarash kerak, albatta diqqat kerak. Bu MeToo kompaniyasi qarashgan qarindoshlar bu guvohlik berish faoliyatiga o'xshash bir ko'zi qarash kerak. Endi axborot sohasi, ya'ni guvohlik berish MeToo kompaniyasi qarashgan qarindoshlar bo'lsa, diplomatik bo'limdagi, ya'ni siyosiy partiyalarni, ijtimoiy tashkilotlarni ziyorat qilishdan iborat bu xil xizmatni albatta bo'lmasa bo'lmaydigan muhim
Kadın da biliş gerek. Siyasi yani diplomatiya hizmetlerini elip veriyorkan kardeşlerimi, içtimai yani sosyal yardımlarını elip veriyorkan kardeşlerimi bu bombusu bombaygan, men kılmavatkan, benim yerimde başkanışım kılmavatkan mühim qarash kerak ki kurashda men cho'ng ish qilaman, u niyoq bilan ishim yo'q deyishni iborat ma'qul. Bu bilmichilik zeriyadan bu saqlanishimiz deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Bu munosabat bilan bu ekronni hazırlab xalqimiz millatimiz bilan yuz ko'rishish fursatini qarashimga rahmat aytaman. Durumda bir beraber çay içip sohbet beraber bulalagan tebessümünü görüp memnun bulalagan kardeşime rahmetimle eğitim ve şu münasebet bizni hiç zirikmey, terikmey anlagan halkımızga, aziz qarindoshlarımızga rahmetimle eğitim. İnşallah bizden kılıvatkan hizmetimiz herkes yeterli. Bu danınki denizden dönüm zerre şunun için aziz milletinki dua koyuşunlarını hakta sabit, müstehkem turuşumuzni inşallah ne şöhret, ne mal dünya veya ki ne özümüzdeki şehvet için emas belki hakiki iman, İslam, Allah rızalığı ve onun hakiki Türkistan halkımızdaki milli menfaat kadem alalaydıgan bir karindişinla buluşumuz Allah'tan dua koyuşunlarını ümit kılımız. Hammalardan Allah razı olsun. Benim sözüm müşahede. Allah sizlerden razı olsun. Allah Halmurat karindişimizin bu hareketini takımı bütün dünyaya yayılıp gitişige Allah nasip kılsın. Mayak illiqlik hareketinin ama takımı çoğuyup takımı terakki kılışını ümit kılım şahsen ben. Belki bütün halkımız ümit kılıdı. Elbette qamaq tutuş yani qamoqni berimiz xalqimizga, ammo qiyomatgacha albatta faqirlar bo'lishi mumkin dunyoda. Har qanday boy millatning ichidan faqirlar bo'ladi. Bu xizmatning o'zimi balkim uzun muddat davomlashadigan va cho'qim kengaytirishga loyiq bo'lgan bir xizmat. Buning uchun Alloh taolo tag'im ko'p ajr ato qilsin sizlarga, sizlarning xizmatingizga Alloh g'alaba ato qilsin va butun qarindoshlarimizdan men shuni umid qilaman. Her qanday bir xalq hareketideki aktif qarindoshlarimizni qo'llashinglarni, ular har zaman destek chiqib ega bo'lishinglarni, ularga tasalli berib turishinglarni, ular har zaman telefon qilib ahvol so'rab turishinglarni, hech bo'lmaganda bir tatliq so'z bilan qo'llab berishinglarni umid qilaman va bizning xizmatimiz bo'lgan bu media xizmatimizni qo'llab ham bahrilab bizning suhbatlarimizning dunyoga, xalqimizga, qarindoshlarimizga taqilib turishiga bir sebep qilishinglarni umid qilamiz aziz qarindoshlar. Oxirida so'z qetib qo'ydigan so'zinglar bo'lmasa, programmani shu yerda oyoqlashtiramiz. Mendan baş. Xo'sh. Rahmat. Sizga rahmat. Fikringizdagi Abdulla qarindishim, sizning so'zingiz bormi? So'zingiz uzilib qoldi shu. Herhalde Abdullah qarindishimizningki ovoz uzilib qoldi. Unda bo'lsa aziz qarindoshlar, programmamiz shu yerda oyoqlasin. Bütün so'zlarimizni anglab qaytilgan qarindoshlarimizga rahmat aytaman. Yana bir qatimliq programmani ko'rishga amon bo'linglar. Unutib qolibdim, birozdan oldida Arslan Hidoyat qarindishimiz telefon orqali qaytilgandi. Bu qarindishimizga alohida rahmat aytaman. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Eyvallah. Assalamu alaykum.